Bugun biz bu yerda Sobor va Dave o'rtasidagi bahs uchun yig'ilganmiz. Va ishonchim komilki, hamma bahs mavzusini biladi. Darwin evolyutsiyasi faktmi? Bahsni boshlashdan oldin men ikki tarafni tanishtirib o'taman. Salbiy da'vo tarafdori Sobor Ahmad. Sobor ateizm bo'yicha munozaralarda faol ishtirok etuvchi debater. U biologiya falsafasiga alohida qiziqish bilan London universitetining Birkbeck kollejida falsafa magistr unvoniga ega bo'lgan. Sobor o'zining magistrlik dissertatsiyasida metodologik adaptatsiya va keraksiz DNK ni o'rgangan va bu uning yaqinda nashr etiladigan kitobida ham markaziy rolni o'ynaydi. Hozirda u teistik evolyutsiya bo'yicha doktorantura bosqichida tahsil olmoqda va shu vaqtning o'zida neo-darvinizmning o'limi Dawkins va Nobel qarama-qarshiligi kitobida ham mualliflik qilmoqda. Ijobiy da'vo tarafdori Dave Farina. Dave ilm-fan kommunikator va umumiy mutaxassis bo'lib, o'zining Professor Dave Explains YouTube kanali bilan mashhur bo'lgan. Kanal asosan talabalarga turli fanlar bo'yicha akademik darsliklar bazasi bo'lsa-da, Dave yana yassiyer tarafdorlari, kreatsionistlar, vaksina dushmanlari va yolg'on ma'lumotlarga qarshi faol kurashib bormoqda. Shu bilan Dave jamoatchilikning ilmiy savodxonligini tiklash yo'lida yo'lboshchi bo'lib xizmat qilishni maqsad qilgan. Mana shular bizning bugungi debatchilarimiz. Endi bahs formatini tanishtiraman. Avval har bir taraf 20 daqiqadan kirish so'zini ochadi. Birinchi bo'lib Sobor va undan keyin Dave. Sonra har biri 10 daqiqadan raddiya berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shundan so'ng ular mening nazoratim ostida 30 daqiqalik ochiq muhokama olib borishadi. Bu bo'limda mavzudan chetlashmaslik uchun men o'rtada savollar berishim mumkin. Ochiq muhokamadan so'ng har bir tarafga 2 daqiqadan xulosa uchun beriladi. Umid qilamanki, bugun barchamiz, jumladan debatchilar va tinglovchilar mavzuga sodiq qoladilar. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, bahs muhiti adolatli bo'lishini ta'minlash uchun vaqt cheklovlarini va debatchilarning nutqini qat'iy nazorat qilaman. Bilaman, bugun ko'plab tinglovchilar aynan o'zining kumirini qo'llab-quvvatlash uchun kelgan. Bu yaxshi. Ammo men hammani ochiq fikrda bo'lishga, tanqidiy fikrlashga va ikkala taraf keltirgan ma'lumotlarga e'tibor berishni so'rab qilaman. Faqatgina shu yo'l bilan biz hammamiz ushbu muhim masalalarni yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Xullas, shu bilan so'zni 20 daqiqalik kirish nutqi uchun Soborga uzataman. Marhamat. Rahmat, James. Bir daqiqa vaqtim qolganda eslatma olsam bo'ladimi? Meni eshityapsizmi? Yaxshi, boshlayman. Bugun oldimizda turgan savol Darwin evolyutsiyasi haqiqatmi? Birinchi navbatda Darwin evolyutsiyasi deganda nimani nazarda tutayotganimni aniqlashim kerak. Men Darwin evolyutsiyasi deganda zamonaviy sintez yoki neo-darvinizmni nazarda tutyapman. Chunki u bugungi kunda evolyutsiya nazariyasining asosidir. Men bu nazariyaga e'tiroz bildirishimga sabab James Shapiro va Dennis Noble kabi shaxslar tomonidan neo-darvinizm zamonaviy sinteziga e'tirozlar mavjud. Bu masala aslida evolyutsiya nazariyasining ikki gigantlari o'rtasida katta bahsni keltirib chiqardi. Neo-darvinizm vakili Richard Dawkins va neo-darvinizmga qarshi Dennis Noble. Ular 2 yil oldin juda qiziqarli munozarada to'qnashdilar. Ushbu munozarada ular sabab-oqibatga oid juda kichik bir masala ustida bahslashdilar va keyin bu masala boshqa juda katta sohalarga tarqalib ketdi. Bu bahsda ular asosan Dennis Noble Cambridge universiteti orqali nashr etgan Hayot ohangiga raqs kitobi haqida bahslashganlar. Shunday qilib, men bugun Dennis Noble kitobidan olingan Dawkins kabi shaxslar bilan kurashda sinovdan o'tgan e'tirozlarni ishlataman. Dennis Noble ta'kidlashicha, neo-darvinizmning 4 ustuni bor va ularning barchasi qulagan. Birinchi ustun markaziy dogma, ya'ni ma'lumot faqat DNKdan RNKga, so'ngra oqsillarga oqadi va ma'lumot faqat shu yo'nalish bo'yicha uzatiladi. Dennis Noblening fikricha bu noto'g'ri. Garchi bu dogma yo'nalishi umuman olib aytganda to'g'ri bo'lsa-da, ma'lumot uzatishning yagona yo'li emas. Ikkinchi ustun Weissman to'sig'i, ya'ni genom soma hujayralaridan ajratilgan degan g'oya. Uchinchi ustun passiv vosita. Bu degani organizm shunchaki genlarni saqlovchi passiv vosita. Genlar esa evolyutsiyadagi faol sababchi. To'rtinchi ustun tasodifiylik. Ya'ni tasodifiylikning o'zi biologik funksiyani yaratishi mumkin degan g'oya.
Denis Nobel tasodifiylikni shubha ostiga oladi. U tasodifiylikni inkor etmaydi. Ko'pchilik qasddan shunday yolg'on tarqatadi. Yo'q, Denis Nobel tasodifiylikni inkor etmaydi. Aksincha, u tasodifiylikni tan oladi. Lekin u ushbu tasodifiylik o'z-o'zidan biologik funksiya shakllashi mumkin degan tushunchaga e'tiroz bildiradi. Argumentga kirishishdan oldin Farina o'zining videosida bildirgan ba'zi e'tirozlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Uning videosi juda uzun va u 1 daqiqa ichida bir necha xato qiladi. Va men shu xatolarini to'g'rilamoqchiman. U neodarvinizm 1920-yillarda paydo bo'lganini va zamonaviy sintez 70 yil keyinroq, ya'ni 1990-yillarda paydo bo'lganini da'vo qiladi. Shuningdek, u bu atamalarni bitta ma'no uchun ishlatishga qarshi chiqdi va u Denis Nobelni shunchaki qip-qizil masxaraboz deb atadi. Biroq birinchi slaydda ko'rsatilganidek, biologlar ko'pincha bu ikki xil atamalarni bitta ma'noda ishlatadilar. Va men yana qo'shimcha sifatida nima uchun bunday qilish mumkinligini tushuntiraman. Farinaning birinchi da'vosi neodarvinizm 1920-yillarda paydo bo'lgan. Biroq muammo shundaki, neodarvinizm asoschilari 1920-yillarda o'lib bo'lgan. Alfred Russel Wallace va August Weismann 1914 va 1913-yillarda vafot etganlar. Shunday ekan, qanday qilib neodarvinizm 1920-yillarda tuzilgan bo'lishi mumkin? Bu tarixiy jihatdan mantiqsiz. Uning ikkinchi da'vosi zamonaviy sintez 70 yil keyinroq, ya'ni 1990-yillarda paydo bo'lgan. Bu ham bema'nilik. Julian Huxley'ning zamonaviy sintez kitobi 1942-yilda nashr etilgan. Ya'ni zamonaviy sintez ancha oldin paydo bo'lgan. Huxley esa 1975-yilda vafot etgan. Qizig'i shuki, o'sha davrda evolyutsiya nazariyasida juda ko'p muhim yutuqlar bo'lgan. Masalan, 1976-yilda Richard Dawkins o'zining Xudbin gen kitobi bilan zamonaviy sintezning eng mashhur tushuntiruvchisi bo'lgan. Bundan tashqari 1983-yilda McClintock genom qayta tashkil etilishini kashf etgani uchun Nobel mukofotini qo'lga kiritadi. Aytmoqchi, bu kashfiyot to'g'ridan-to'g'ri zamonaviy sintezga qarshi. Qanday qilib mana shuncha yutuqlar allaqachon sodir bo'lgandan keyin zamonaviy sintez 1990-yillarda tuzilgan deb aytish mumkin? Bu ochiq-oydin bema'nilik. Men bu yerda yana Denis Nobel g'oyasiga murojaat qilaman. Uning kitobida u zamonaviy sintezni neodarvinizmning rivojlanish natijasi sifatida muhokama qiladi. Shuning uchun u bu atamalarni bitta ma'noda ishlatadi. U neodarvinizm atamasi birinchi marta 1896-yilda ishlatilgan, ammo uning kelib chiqishi 1870-yillarga borib taqaladi deydi. Darvinizmning zamonaviy sintez versiyasi esa 1920-1950-yillar oralig'ida shakllangan. Keling, Farinaning da'volarini ko'rib chiqaylik. Neodarvinizm 1920-yillarda paydo bo'lgan. Bu noto'g'ri. Zamonaviy sintez 70 yildan keyin paydo bo'lgan. Bu ham noto'g'ri. U bu atamalarni bir ma'noda ishlatishga qarshi. Ammo oldingi slaydlarda ko'rsatilganidek, neodarvinizm tarafdorlari ham, qarshilari ham men aytib o'tgan sabablarga ko'ra ularni bir ma'noda ishlatadilar. Xo'sh, bu bizni qayerga olib keladi? Agar kimdir evolyutsiya nazariyasi va uning tarixi haqida shunday sayoz tushunchaga ega bo'lsa, u bizga bu nazariya haqida nima deyishi mumkin? Bir vaziyatni tasavvur qiling. Bir tarix o'qituvchisi Birinchi jahon urushi 1960-yillarda bo'lib o'tganini da'vo qiladi. Ya'ni Kennedy, Franz Ferdinand va hatto Gitler bu uchalasi ham bir 10 yillikda o'lgan deydi. Bunday tarix o'qituvchisiga nima der edingiz? Agar keyin bu o'qituvchi sizga Birinchi jahon urushining geosiyosiy sabablarini tahlil qilmoqchi bo'lsa, siz hoynahoy kechirasiz do'stim. Iltimos, boring qumingizni boshqa joyda o'ynang yoki qo'lingdan kelgan ishni qil deb aytardingiz. Qanday qilib evolyutsiya nazariyasining asosiy vaqt davrlarini tushunmaydigan, lekin bu nazariya haqida gapirishda o'zini malakali deb biladigan odamni jiddiy qabul qilish mumkin? Endi uning eng bema'ni da'vosiga to'xtalib o'taylik. Denis Nobel qip-qizil masxaraboz ekanligi haqida. Bu haqda bir soniya o'ylab ko'ring. Mana bu shaxs o'zini professor deb ataydi, lekin PhD darajasiga ega bo'lmagan,
yoki bittayam taqrizdan o'tgan maqolaga ega bo'lmagan odam dunyodagi eng mashhur evolyutsion biologlardan birini qip-qizil masxaraboz deb atamoqda. Maza qivormadimi? Bugun biz uning nima uchun shunday o'ylashini ko'rib chiqamiz. Balki u biz bilmagan ma'lumotga egadir. Balki u bizga Richard Dawkins va boshqalar bilmagan Dennis Nobel haqida biror narsani o'rgatishi mumkin. Odatda bahslarda men Dennis Nobel haqida gapirganimda uni kimligini tushuntirishimga hojat yo'q. Men shunchaki uning ismini aytaman. Ammo u qip-qizil masxaraboz deb atalgani sababli nima uchun u masxaraboz emasligini tushuntirish majburiyatiga aylandi. Keling uning tarixini ko'rib chiqamiz. Uning evolyutsiya nazariyasiga birinchi hissasi 1962-yilda Nobel modeli bilan boshlangan. U o'nlab yillar davomida Oksfordda evolyutsion biologiya professori bo'lib ishlagan. Dennis Nobel 17-asrga borib taqaladigan dunyodagi eng qadimiy va nufuzli ilmiy jamiyat bo'lgan Qirollik jamiyatining a'zosi hisoblanadi. Bu jamiyat shunchalik nufuzliki, Charles Darwinning o'zining tabiiy tanlanish nazariyasini 1858-yilda aynan shu qirollik jamiyatiga taqdim etgan. Ilmiyotdagi eng nufuzli ma'ruzalar ushbu jamiyatda taqdim etiladi. Kechirasiz, meni bezovta qilishmoqda. Bir daqiqa. Kechirasiz, meni bezovta qilishmoqda. Kiraver. Nobel tizimlar biologiyasining kashfofi va 1966-yilda Richard Dawkinsning PhD imtihonchisi bo'lgan. U Nature va Linnean Society kabi jurnallarda 700 dan ortiq taqrizdan o'tgan maqolalar nashr etgan. Uning birinchi kitobi Hayot musiqasi Oksford universiteti tomonidan, ikkinchi kitobi Biologik nisbiylik esa Cambridge universiteti nashriyoti tomonidan nashr etilgan. Xo'sh, Farinada qanday noyob ma'lumot bor? Farina Nature, Science, Linnean Society va qirollik jamiyati bilmagan qandaydir ma'lumotga egami? Aslida men 2016-yilda Aaron Ra bilan bo'lgan bahsda men Dennis Nobel tomonidan tashkil etilgan qirollik jamiyatidagi 2016-yilgi uchrashuvni iqtibos qilgan edim. Bu muhim muhokama neo-darvinistlar va evolyutsiyaning 3-yo'l vakillarini o'z ichiga olgan va Dennis Nobel tomonidan tashkil etilgan. Shunday ekan, qanday qilib bu odam masxaraboz bo'lishi mumkin? Men Farinadan batafsil tushuntirishni kutaman. Xo'sh, endi Nobel Dawkinsga raddiya keltirdi. Keling bu shartni tushuntiraman. Uning raddiyasi ushbu 4 ustunga asoslanadi. Va bu e'tirozlarning barchasi 2022-yilgi munozarada muhokama qilingan. Har bir e'tirozni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi, markaziy dogma. Ya'ni ma'lumot DNKdan RNKga, so'ngra oqsillarga oqadi. Albatta bu to'g'ri. Aynan shunday sodir bo'ladi. Lekin bu dogma to'g'ri bo'lsa-da, Nobel bu sabab oqibat yoki ma'lumot oqimining yagona yo'li emasligini ta'kidlaydi. Ma'lumot boshqa yo'nalishlarda somatik gipermutatsiya orqali ham oqishi mumkin. Nobel buni misol sifatida keltiradi. Somatik gipermutatsiyalar immun tizimida sodir bo'ladi. U B hujayralarga genomning ba'zi qismlarini ushlab turadi va o'sha joylarda tasodifiy gipermutatsiyalarni keltirib chiqaradi. Bu antikorlarni shakllaydi va ular antigenlarni oladi. Nobelga qarshi keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha shundaki, u tasodifiylikka ishonmaydi. Ammo bu yolg'on. Nobel aksincha tasodifiylikni tan oladi va tasodifiylik funksionallik uchun kerak deydi. Lekin tasodifiylikni o'zi yetarli emas deydi. Men bu haqda ba'zi maqolalarga havola qoldirdim va agar Farina xohlasa, ularni batafsil muhokama qilishimiz mumkin. Ikkinchisi bu Weissman to'sig'i. Bu genom soma hujayralari va atrof muhitdan ajratilgan degan fikr. Bu g'oya August Weissman tomonidan tuzilgan. Dave Farina o'ylagandek 1920-yillarda emas, balki 19-asr oxirida. Dennis Nobel Weissman to'sig'ini Conrad Waddingtonning ishi orqali shubha ostiga oladi. U epigenetik belgilarni genomga assimilyatsiya qilish mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu genetik assimilyatsiyani Waddington 1950-yillarda kashf etdi. Va Nobel buni hujayradan tashqari vezikulalarning kashfiyoti bilan bog'laydi.
tasodifiylik. Xususan, genlar bizni, aql va tanani faqat tasodifiy o'zgarishlar va tabiiy tanlanish orqali yaratgan degan fikr. Dennis Noble bunga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqadi. Uning ta'kidlashicha, dalillar shuni ko'rsatadiki, bizga sabab tasodifiylik emas, balki genom qayta tashkil etilishi. U bu da'vosi bilan asosan genetik assimilyatsiyani kashf etgan va Nobel mukofotiga ega bo'lgan Barbara McClintockga tayanadi. Bundan tashqari u evolyutsiyaning 3-yo'lidagi hamkori James Shapironing ishiga tayanadi. Richard Dawkins bilan munozarasida Dennis Noble inson genomining dastlabki ketma-ketligi haqidagi Nature maqolasiga murojaat qiladi. Unda xamirturush, qurtlar, pashshalar, odamlar va boshqalar ishtirok etgan. Maqola vaqt o'tishi bilan ma'lum mutatsiyalar emas, balki genom qayta tashkil etilishi tabiiy tanlanishdan o'tib, bizdagi biologik funksiyaga olib kelganini ko'rsatadi. Buni tushuntirish uchun Noble Lego bloklari misolidan foydalanadi. Tasavvur qiling, bitta boladan ko'prik, uy yoki mashina qurish so'raladi va bu ish uchun unga faqat kichik Lego bloklari beriladi. Boshqa bolaga esa g'ishtlar, lazerlar, tayyor pol, devor, tunnel va arkalar beriladi. Qaysi bola uyni tezroq quradi? Nobelga ko'ra ikkinchi bola, chunki genom qayta tashkil etiladi. Shuning uchun u tasodifiylikka ishonmaydi. Qaytaraman, u tasodifiylikni inkor etmaydi. U faqat tasodifiylikning o'zi biologik funksiyani yaratishi mumkinligiga ishonmaydi. Uning fikricha, bu ishda boshqa mexanizmlar ham ishtirok etadi. Xo'sh, keyingi ustun, organizm passiv vosita. Ya'ni evolyutsiyada tana bu shunchaki vosita va aslida sabab-oqibatning faol haydovchilari bu genlar. Suhbat davomida Richard Dawkins Nobelga uning genomini olib, granitga o'yib, 10,000 yildan so'ng maxsus mashinasiga qo'yib, Nobelning nusxasini yaratish mumkinligini aytadi. Nobel esa, "Yo'q, buni qila olmaysan. Buning uchun senga tuxum hujayrasi kerak" deb javob beradi. Shu bilan Nobel organizm yoki hujayra passiv, genlar esa faol va o'z-o'zini ko'paytiruvchi degan tushunchani shubha ostiga oladi. Va bunga ikkita sabab keltiradi. Birinchidan, genlar shunchaki ko'paymaydi. Ko'payish uchun 1936-yildagi onasining tuxum hujayrasi kerak deydi. Chunki tuxumda onaning tajribalari mavjud bo'lgan epigenetik belgilar bor. Ikkinchidan, hayotning shartli mantig'i agar, keyin, aks holda kabi bayonotlari genomda emas, balki hujayra membranasida joylashgan. Ya'ni passiv emas tana. Shuning uchun Nobel gen va organizm o'rtasida aniq ajratish mumkin emasligini va agar uni maxsus mashinaga qo'ysa, u qayta nusxalanishi mumkin emasligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Nobel aytadiki, hujayra tuzatish tizimini ishga solmasa, DNK replikatsiyadagi xato 10-4-darajasida 1 bo'lishini, lekin hujayra tuzatish tizimini ishga solsa, 10-darajasida 1 bo'lishini ta'kidlaydi. Bu juda katta farq. Nobelning ta'kidlashicha, mana shu tuzatish tizimisiz hujayra shunchaki parchalanib ketadi. Shuning uchun Nobel gen va organizm o'rtasida aniq ajratish mumkin emasligini va xudbin o'z-o'zini ko'paytiruvchi gen g'oyasi noto'g'ri ekanligini ta'kidlaydi. Shunday qilib, u 4-ustun ham qulagan deb hisoblaydi. Xo'sh, bularning barchasini hisobga olib qanday xulosaga kelish mumkin? Oddiy, bir sabab va oqibat masalasiga. Dennis Nobelga ko'ra, Richard Dawkins o'z kitobida taklif qilganidek, ko'r soat so'z yo'q. Esinglarda bo'lsa, Dawkins o'z kitobida tasodifiy mutatsiyalarning tabiiy tanlanishi, tana va aqlni yaratishi mumkin deb ta'kidlaydi. Ammo Nobel, yo'q, bu yetarli emas. Bu yerda maqsad va agentlikka ega bo'lgan tiriklik organizmda mavjud bo'lish kerak deydi. Va soat-so'z ko'r emas, aslida bir ko'zli bo'lish kerak deydi. Ularning munozarasi oxir-oqibat sababiyat tabiatiga taqaladi. Ularning munozarasi sabab-oqibat muhokamasi bilan boshlanib va yana o'sha sabab-oqibat masalasida yakunlandi. Nobelning ta'kidlashicha, Aristotelning sabab-oqibat haqidagi g'oyasi bu munozarani hal qilishi mumkin. Men bu yerda Aristotel g'oyasini tushuntirmayman. Men buni Dave Farinaga qoldiraman. Chunki Dennis Nobelni qip-qizil masxaraboz deb atagan odam bu narsani bilishi kerak deb o'ylayman. Va men uni yana ushbu 4 ustun bo'yicha ham sinab ko'raman. Chunki u juda ko'p da'volar qilgan. Va men ishonamanki, o'zini ilm-fan targ'ibotchisi deb ataydigan har qanday odam o'z iddaolarini asoslab berishga qodir.
Va nihoyat Denis Nobel o'tgan yili Nature jurnalida maqola nashr etdi. O'sha maqolada u evolyutsiya nazariyasini burish vaqti kelganini va gen markazli neodarvinistik qarashdan voz kechish vaqti kelganini ta'kidlaydi. Dave Farina endi qiyin ahvolga tushdi. Agar u Denis Nobel g'oyasiga hujum qilsa va Nobel qulagan deb aytgan 4 ustunlarni yoki Nobelning sabab-oqibat haqidagi g'oyalarini botil qilishga harakat qilsa, u yeb qo'yadi. Chunki hatto Richard Dawkins kabi mutaxassis Nobelga asosli e'tiroz bildira olmadi. Va aslida o'sha bahsda Dawkins asosan himoyada bo'lgan va Nobelning da'volariga hujum qilmagan. Shunday ekan, Farina nima qilishi mumkin? Bu vaziyatdagi ikkinchi yo'l qo'rqoqlik. Denis Nobelni muhokama qilishdan qochish, ammo qo'rqib qochish yeb qo'yishdan yomonroq. Shuning uchun Farina Nobelga qarshi chiqishga harakat qilgani uning uchun manfaatliroq. Biroq Nobelga qarshi chiqish uchun Farina avval ma'lum darajadagi bilimni namoyish qilishi kerak. Lekin men Farina Nobel o'zi nima deyotganini tushunganiga shubham bor. Shuning uchun u yeb qo'yish yo'lini tanlay ham olmaydi. Chunki yeb qo'yish uchun yetarli darajadagi bilimga ham ega emas. Ya'ni unda qo'rqoq yo'lidan boshqa yo'l yo'q. Farina 3 soatlik videosida Denis Nobel qip-qizil masxaraboz ekanligiga hech qanday dalil keltirmadi. Bugun men uni javobgarlikka tortaman va u Richard Dawkins Nobelga asoslab bera olmagan narsani, ya'ni Nobel nima uchun nohaq ekanligini tushuntirib berishini xohlayman. Men Farinaning fikrlarini eshitishni va u evolyutsiya nazariyasining kelib chiqishi va tarixi haqidagi bayonotlarini va Denis Nobel haqidagi izohlarini asoslab berishini intizorlik bilan kutaman. Xo'p, rahmat Sobor. Shu bilan uning ochish nutqi yakunlandi. Endi vaqt Dave'ning ochish nutqi uchun beriladi. Dave, marhamat, 20 daqiqa. Xo'sh, bu bahs evolyutsiya haqida bo'lishi kerak edi, lekin o'zingiz ko'rib turganingizdek, bugun biz haqiqiy ilm-fan haqida gaplashmaydiganga o'xshaymiz. Chunki Sabur fan haqida gapirishga qodir emas. U aslida o'zi havola qilayotgan narsalarni ham tushunmaydi. Bugungi mavzu haqida gapirishni o'rniga u atamalar va ta'riflar haqida yig'lab, keyin ularni oyoq osti qilyapti. Falsafiy jargonlar ortiga yashirinyapti. Olimlarning gapini o'girib, o'zini oqlashga harakat qilyapti va odatdagidek ko'p baqiryapti. Xullas, shu gap o'girish tafsilotlarini bahs davomida muhokama qilishimiz mumkin, lekin hozircha keling Saburning eng sevimli va u ta'kidlashicha o'ta kuchli super faylasufi Elliot Sober nima deganini eshitamiz. Ilmiyotdagi umumiy ma'lumotlar mavzusini ko'targanda Sabor katta xatoga yo'l qo'ydi. U o'zining iddaosini asoslash uchun E.A. Wilsonni iqtibos qilganda, u umuman boshqa gaplarni keltirdi. Menimcha Sabor meni iqtibos qilganda meni gaplarimni o'girdi. Mana sizga Sabor og'zini to'ldirib iqtibos qilgan odamning fikri. Ko'rib turganingizdek, Sabor olimlarni iqtibos qilganda yoki ularning nomidan gapirganda bezrayib yolg'on gapiradi. Chunki uning o'zi ilmiy mavzularni muhokama qilish qobiliyatiga ega emas. U faqat Nobel shunday dedi, Sober unday dedi deyishni biladi, xolos. Uning o'zi hech qanday raddiyaga ega emas. Uning farosat darajasini tushunish uchun ushbu bahsning sarlavhasiga qarashni o'zi kifoya. Uning o'zi shaxsan aynan shu sarlavhani qayta talab qilgan. Ko'rib turganingizdek, bu mantiqsizlik. Avvalo Darwin evolyutsiyasi haqida to'xtalib o'tamiz. Bir narsani aniqlashtirishimiz kerak, Sabur Darwin evolyutsiyasi nimaligini umuman tushunmaydi. U muntazam ravishda Darwin nazariyasi va zamonaviy evolyutsiyaning shakli bu bitta narsa deydi. Bu unday emas. Darwin nazariyasi 19-asr modeli. Sabur esa neo-darvinizm haqida gapirib, uni boshqa modellar bilan aralashtirib, odamlarni chalkashtirishga harakat qilmoqda. Bu bahsning mavzusi emas. Men bahs mavzusiga amal qilaman. Evolyutsiya sohasida hech kim o'zini darvinist deb atamaydi yoki faqat Darwin evolyutsiyasi vakiliman demaydi. Bu eskirgan g'oya va odatda xudogo'ylar tomonidan butun boshli sohani oyog'ini osmondan qilib, bitta payg'ambarning cho'pchaklariga yopishtirish uchun ishlatiladi. Qarang, Darwin evolyutsiyasi degani nasldagi o'zgarishlarning tabiiy tanlovdan o'tishi. Bo'ldi. Saburning gaplariga qaraganda u neo-darvinizm haqida bahslashmoqchi, lekin uzr, bu bahs mavzusi emas. Bu uning aybi. Darwin genetika haqida hech narsa bilmagan, DNK nima, mutatsiya nima bilmagan. Neo-darvinizmga kelsak, u mening bir reaksiya videoyimda esimga kelgan sanalarga yopishib olib, gapni olib qochdi.
Ha, men 1900-yillar dedim. U haq. Aslida 20-asr boshlarida Mendel genetikasi jihatlari darvinizmga qo'shilib, neo-darvinizmni shaklagan. Ammo o'shanda ham DNK haqida hali ma'lumotlar bo'lmagan. Keyinroq DNK va boshqa evolyutsion mexanizmlarni tushunganimizdan so'ng, yangi model haqida gapira boshladik va uni zamonaviy sintez deb atadik. Lekin muhimi shundaki, darvinizm hali ham zamonaviy sintezning bir qismi. Tabiiy tanlov orqali shakllangan o'zgarishlar hali ham evolyutsiyaning muhim qismi hisoblanadi. Hech qaysi biolog buni rad etmaydi. Har bir yangi model eski modelni o'z ichiga oladi. Hech narsa rad etilmaydi, faqat qo'shiladi. Sabor, Nobel va boshqalar xuddiki darvinizmga alternativ nazariya taklif qilayotganini nazarda tutyapti. Lekin yo'q, ular aytgan narsalarning barchasi shu yerda. Endi fakt ta'rifiga kelsak, Sabor fakt nima ekanligini ham bilmaydi. Obyektlar va tushunchalar fakt emas. Misol uchun, stul faktmi? Qo'ysangizchi. Fakt bu bitta ma'lumot. Mana shu stul mavjud desak, mana shu fakt bo'ladi. Ilmiy fakt esa ko'p marta takrorlangan kuzatuvlar mahsuloti. Bu kuzatuvlar shunchalik ko'p takrorlanganki, ularning to'g'riligi shubhasiz qabul qilinadi. Lekin bunga qaramay, ilmiy faktlarga mutlaq ishonch berilmaydi. Shu sababli ular qayta-qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, suv dengiz sathida 100 gradusda qaynaydi. Qachonki suvni qaynatmoqchi bo'lsak, hamisha shunday bo'lgan. Lekin bu baribir mutlaq haqiqat degani emas, balki ertaga noto'g'ri bo'lib chiqar. Endi bahs sarlavhasiga qaytsak, ilmiy tushunchalar fakt emas. Biz gravitatsiya fakt demaymiz, bu ma'nosiz. Lekin gravitatsiya mavjudligi yoki Darwin mexanizmlari orqali evolyutsiya sodir bo'lishi fakt deyishimiz mumkin. Fakt bu shunchaki bir ma'lumot bo'lsa, nazariya bu turli ma'lumotlarni birga bog'laydigan model va bu model orqali biz tekshirish mumkin bo'lgan bashoratlarni keltira olamiz. Nazariyalar faktlarni shakllaydi. Umid qilamanki, Sabor Yer Quyosh atrofida aylanishini fakt deb biladi. Xo'sh, bu fakt geliocentrik nazariyasi mahsuloti. Sabor fikricha fakt bu mutlaq, qayta ko'rib chiqilmaydigan haqiqat. Bu noto'g'ri. Keyin u o'zining ushbu noto'g'ri fakt tushunchasini nazariyalar bilan taqqoslaydi va nazariyalarni umidsiz, noaniq va hech qachon isbotlanmaydigan quruq gap sifatida namoyish qiladi. Va shu bilan u ilm-fan o'zi nimaligini bilmasligini ko'rsatadi. Isbot bu matematika va mantiqqa xos so'z. Ilm-fan hech qachon hech narsani isbotlamaydi. U tushuntiruv taklif qiladi. Mana shu Saborning epistemologiyasida muammo tug'diradi. Masalan, Yer Quyosh atrofida aylanadi degan fakt nazariyadan kelib chiqadi. Bu mutlaqmi? Uni bekor qiladigan dalil bo'lishi mumkinmi? Agar javob ha bo'lsa, demak fakt mutlaq emas. Agar javob yo'q bo'lsa, demak nazariyalar mutlaq. Yanada ko'proq ravshanlik uchun a priori va a posteriori bilim nimaligini ko'rib chiqamiz. A priori bu tafakkurning o'zi bilan kelib chiqishi mumkin bo'lgan bilim. Masalan, matematikaga asoslangan mukammal dunyoda hisobotlar orqali ma'lum bir bilimga ega bo'lishimiz mumkin. A posteriori kuzatuv orqali olingan bilim, ya'ni mohiyatan ilm-fan degani. Agar a posteriori noaniq bo'lsa, demak butun boshli ilm-fan shunday. Agar a posteriori bilim noaniq bo'lsa, demak yer shakli yoki atomlar ham noaniq. Agar Sabor bu ekstremal falsafiy pozitsiyada bo'lsa, nima uchun u bu pozitsiyani faqat evolyutsiya va umumiy ajdodlarga nisbatan qo'llayotganini tushuntirsin? Nimaga uning geliocentrizm nazariyasiga nisbatan shubhasi yo'q? Javobini men bilaman, chunki uning cho'pchak e'tiqodiga geliocentrizmdan ko'ra evolyutsiya ko'proq zid. Ilmiy nazariyalarning sinovlari yillar va hatto o'nlab yillar davomida muntazam ravishda bir xil natija ko'rsatganligi sababli biz ularni shubhasiz qabul qilamiz. Nazariyalar hech qachon haqiqat yoki qonun bo'lishga da'vo qilmaydi, lekin ular haqiqatga shu qadar moski, ularni noto'g'ri deb hisoblash shunchaki mantiqsizlik. Evolyutsiya xuddi mikrob nazariyasi, geliocentrizm nazariyasi kabi nazariya. Sabor geliocentrizmni evolyutsiyadan farqlash uchun Yer Quyosh atrofida aylanishi fakt, chunki biz buni bitada ko'rsak bo'ladi deyishi mumkin. Lekin bu ham noto'g'ri. Siz hozir kosmosga chiqib bizning sayyoramizni Quyosh atrofida aylanishini ko'ra olmaysiz. Yer aylanishi aslida boshqa sayyoralarning bizga nisbatan pozitsiyasi, ularning harakati, yulduz paralaksi kabi son-sanoqsiz kuzatuvlardan kelib chiqqan xulosa xolos. Geliocentrizm boshqa nazariyalardagi ma'lumotlarga ham to'g'ri keluvchi va ularni tasdiqlovchi yagona tushuntiruv sifatida xizmat qiluvchi model va shu modelni biz nazariya deb ataymiz. Sabor yana suv, ya'ni H2O mutlaq fakt deydi. Xo'sh, suvni qayerdan bilamiz? Ya'ni suv molekula formulasini.
Va o'zi atomlarni qayerdan bilamiz? Axir biz bitta suv molekulasini hech qachon ko'ra olmaymiz. Xo'sh, bu faktni ham biz atom nazariyasi orqali bilamiz. Sabor yana kuzatish mumkin bo'lgan narsa fakt deydi. Biz Darwin evolyutsiyasini har kuni kuzatamiz. Ya'ni shu ta'rifini o'zi bilan u Darwin evolyutsiyasini faktga chiqarib qo'yyapti. Bakteriyalardagi mutatsiyalar antibiotiklarga chidamlilikni keltirib chiqaradi. Bu esa tabiiy tanlov orqali evolyutsiyaning oddiy namoyishi va biz buni har kuni kuzatamiz. Ya'ni evolyutsiya bu fakt. Biz yana turlar hosil bo'lishini kuzatamiz. Mikroorganizm, o'simlik va hayvonlar olamida biz yangi turlar paydo bo'lishini muntazam ravishda kuzatamiz. Demak, evolyutsiya bu fakt. Sabor hoynahoy Darwin evolyutsiyasi deganda buni nazarda tutmadim, umumiy ajdodlar va hayot daraxtini aytmoqchi edim deb gapni aylantiradi. Va aslida o'zining ochish nutqida u aynan shu ishni qildi. U Darwindan chetlashib, zamonaviy paradigma muammolari mavzusiga o'tib ketdi. Mana shu joyda muammo bor, buni Nobel aytdi dedi. Yaxshi, bularning barchasi haqida bahslashishimiz mumkin. Nobel nima degani haqida, mexanizmlar muammolari haqida, bularning barchasi haqida gaplashamiz. Lekin sen avval bugungi bahsda yengilganingni tan ol. Darwin evolyutsiyasi sodir bo'lishi fakt. Va qayta bunday dalbayobcha sarlavhani tanlama. Bugungi sarlavhani o'zing shaxsan tanlading. Agar boshqa mavzuni xohlasang, muammo yo'q. Lekin sen birinchi bugungi mavzu bo'yicha taslim bo'lganingni tan ol, keyin boshqa mavzular haqida gaplashamiz. Yana bugungi mavzuga qaytaman. Agar hozirda turlar hosil bo'lsa, demak o'tmishda ham shunday bo'lgan degan xulosaga kelish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Bu o'z navbatida umumiy ajdodlar g'oyasi uchun yetarli asosni shakllaydi. Sabor ayniqsa maymunlar bilan umumiy ajdodimiz borligidan nafratlanadi, lekin uning biologik antropologiya sohasida bilimi nolga teng bo'lganligi sababli u shunchaki bu nazariyani rad etadi. Butun dunyo bo'ylab odamlar hayvon emas yoki odamlarning maymunlar bilan umumiy ajdodi yo'q deydigan antropologlar soni nolga teng. Dastlab bu gipoteza bo'lgan va umumiy ajdod bilan bog'lovchi o'tish turlarini bashorat qilgan. Keyin esa ushbu bashoratlar to'g'ri bo'lib chiqqan. O'nlab o'tish turlari topilgan. Mana sizga ilm-fan. Hayot daraxti hech qachon bekor qilinmaydi. To'g'ri, u o'zgarishi mumkin, chunki u deyarli har kuni qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bekor qilinmaydi, chunki umumiy ajdodlar g'oyasi fakt. Sabor og'zini to'ldirib gorizontal gen o'tkazilishi yoki endosimbiyoz detallari o'zgarishi haqida gapiradi. Lekin bu ham shunchaki qayta ko'rib chiqish, takomillashish, ya'ni bular filogeniyani bekor qilmaydi. Sabor yana odatdagidek odamlarni chalg'ituvchi falsafiy safsatalar bilan misollar keltiradi. Misol uchun, hayot daraxti bu xuddi 13 betlik urush va tinchlik kitobiga o'xshaydi, deydi. Qarangki, bizga ko'plab turlar noma'lum. Bu shunchaki farosatsizlik. U o'zi bizga nima ma'lum va nima noma'lumligini bilmaganga o'xshaydi. Biz millionlab turlarni bilamiz va qachonki yangi turni topsak, u hamisha hayot daraxtiga mos tushadi. Hayot daraxti qandaydir syujetli kitob emas, u aslida 1000 parchadan iborat jumboq rasmga o'xshaydi. Agar bizda 1000 ta parchadan 950 tasi ma'lum bo'lsa, biz rasm nima haqida ekanligini xulosa qilishimiz mumkin. Yo'q, 48 tasini topmadik, demak biz bilmaymiz deyish bema'nilik. Albattaki Sabor o'ziga yoqmagan ilm-fan sohasiga nisbatan boshqalarda shubha uyg'otish uchun qo'lidan kelgan ishni qiladi va buni qilishda har bir o'zicha aqlli, mo'sifat ilm-fan inkorchilari qiluvchi ishni qiladi. Ya'ni Thomas Kuhn va paradigma o'zgarishlari haqidagi kitobni dalil qiladi. Maktabni molxonada tugatgan har bitta svarshik shu kitobni ko'tarib, mana, fan doimo o'zgaradi, Einstein g'oyasi ham eskirdi, paradigmalar o'zgaryapti, demak hamma narsa noto'g'ri, demak fanga ishonch yo'q deb dod soladi. Aslida ilm-fanda eng katta o'zgarishdan o'tgan, ya'ni zamonaviy fizika paradigmasini olsak ham, klassik Newton mexanikasidan kvant va nisbiy mexanikasiga o'tish. Hatto mana shu eng katta o'zgarish ham aslida avvalgi paradigmani bekor qilmaydi. Newton mexanikasi kundalik hayotda soatdek aniq. U noto'g'ri degani emas. Shunchaki o'ta katta va o'ta kichik obyektlarda kvant va nisbiylik mexanikalar Newton mexanikasiga nisbatan aniqroq ishlaydi. Misol uchun Newtonning universal tortishish qonuni bugungi kunda ham bir chiroyli ishlaydi. Agar Saborni mantig'ini qabul qilsak, agar fizikada kutilgan umumiy nazariya kelib chiqsa, biz endi Einsteinni ham nohaq deyishimiz kerak bo'ladimi? Ya'ni demak vaqt va materiya massiv obyektlar ta'sirida bukilish paradigmasi yolg'on bo'lib chiqadimi? Yo'q, bu paradigma hali ham faol bo'ladi desang, bunda sening mantig'ingdan nima foyda? Oddiy misol mana shu atom nazariyasiga bir qarang. Yillar davomida atom paradigmasi o'zgardi. Har bir o'zgarish atom haqida yangi ma'lumotni berdi. Lekin bu degani bundan avvalgi paradigma yolg'on degani emas. Ular shunchaki takomillashdi. Evolyutsiyada ham shunday.
Bu nazariyadagi yangi mexanizmlar kashf qilinishi eskilarni bekor qilmaydi. Darwinning asosiy prinsiplari tasodifiy mutatsiyalar sababli irsiy xususiyatlar o'zgarishi va ular tabiiy tanlanishi hali ham evolyutsiya asosi. Bu asos evolyutsiyadagi hamma narsani tushuntirmasa-da, bu asos to'g'ri va to'g'ri bo'lishda davom etadi. Bugungi kunda barcha biologlar Darwinni evolyutsiya otasi sifatida hurmat qiladi, lekin hech kim o'zini darvinist deb atamaydi. Sen aytayotgan, Nobel ta'kidlayotgan barcha yangi mexanizmlar va muammolar Darwin evolyutsiyasini bekor qilmaydi. Biz ular haqida bahslashishimiz mumkin, lekin sen birinchi bugungi bahs mavzusida, ya'ni Darwin evolyutsiyasi mavzusida yengilganingni tan ol, keyin boshqa mavzularga o'tishimiz mumkin. Bir nazariyadan voz kechish uchun o'zi nima qilish kerak? Kimyo asosi bo'lgan atom nazariyasini misol qilib olsak, sen kimyo tarixidagi barcha eksperimentlarni xato ekanligini tushuntiruvchi bitta nazariya keltirishing kerak. Evolyutsiya bilan ham xuddi shu masala. U biologiya asosi. Biz undan har kuni foydalanamiz. Sen bularning barchasi xatoligini tushuntiruvchi nazariya keltirishing kerak. Mayda xatolar nazariyani takomillashtirishi mumkin-u, lekin umumiy nazariyani xatoga chiqarmaydi. Albattaki Sabor evolyutsiyani aniq emas, turli xil ehtimollarga asoslangan nazariya deydi. Evolyutsion biologiya bu qandaydir ehtimollar fani emas. Uning ilmiy uslubi boshqa fizika va kimyo kabi fanlardan farq qilmaydi. Sabor har safar homologiya va homoplaziyani misol qilib, biologlar hamisha xayoliga kelgan narsani o'ylab topadi deb jar soladi. Bu ham farosatsizlik. Mana bular homologik tuzilmalar. Biz bularni aslida bir xil tuzilmalar ekanligini taxmin asosida emas, aniq anatomik belgilar orqali aniqlaymiz. Bular bir xil tuzilmalar, lekin muhit tufayli har xil shaklga ega bo'lgan va bu shakllarni evolyutsiya bir chiroyli tushuntiradi. Qisqa qilib aytganda, muhit sababli ma'lum bir tuzilma avlodlar davomida asta-sekin o'zgara boshlaydi va dastlabki vazifasidan mutlaq boshqa vazifaga o'tib ketadi. Va bu aniq bir maqsad yo'qligini isbotlaydi. Biz samolyot qanotini yasash uchun kemaning qismlaridan foydalanmaymiz. Biz alohida faqat samolyot uchun qismlar yasaymiz. Tabiat esa yangi a'zo yasolmaydi, chunki tabiatda aql yo'q. Shuning uchun u mavjud bo'lgan a'zoni asta-sekin jilovlaydi. Homoplaziya esa o'xshash xususiyatlar, o'xshash funksiyalar, lekin yaqin ajdod bo'lmagan tuzilmalarni tushuntiradi. Bunga sabab ularning ko'rinishi umuman o'xshash emas. Misol uchun ko'z. Hattoki eng sodda jonzotlarda ko'z bor. Lekin bu ko'zlar bir xil emas. Ya'ni ko'z deyarli barcha muhitlarda rivojlanadi. Bu juda oddiy jarayon. Buning uchun bor yo'g'i bir dona fotoretseptor kerak xolos. Keyinchalik bu fotoretseptor muhitga qarab jarayonma-jarayon o'zgaradi. Bu jarayonlarning har bittasini tabiatda topishimiz mumkin. Sabor aytgandek, olimlar og'ziga kelgan narsalarni to'qimaydi. Biz ikkita bir xil ko'rinishda bo'lgan hayvonni ko'rib, demak ular qarindosh ekan demaymiz. Misol uchun biz bilamizki, maxsus torpeda shakli suzish tezligiga faol ta'sir qiladi. Shu bilan agar biz ikkita bir xil torpeda shakliga ega bo'lgan jonzotni ko'rsak, biz bu shakl bir xil muhit bosimlaridan kelib chiqqan deb xulosa qilishimiz mumkin-u, lekin ularni qarindosh demaymiz. Lekin misol uchun ularning embrion davriga qarasak, ikkalasida ham bir xil suvda nafas olish tuzilmalarini ko'rsak, bu tuzilmalar gendagi mutatsiyalar sababli rudiment sifatida rivojlanmay qolib ketsa, bu tuzilmalarning borligi ularda umumiy ajdod borligini tasdiqlash uchun asos bo'ladi. Ya'ni homologiya taxmin emas, balki empirik dalillarga asoslangan deduktiv xulosa. Agar ilm-fan shunchalik nochor bo'lsa va taxminlarga asoslanishga majbur bo'lsa, nima uchun unda biz qanotli pterodaktillar va qanotli qushlar yaqin emas-u, lekin qanotli pterodaktillar va qanotsiz dinozavrlar yaqin deymiz? Axir bu taxminga zid-ku. Chunki bu masala taxminga emas, ko'plab empirik dalillarga asoslangan. Ilm-fan shunday ishlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Sabor evolyutsiyaga oid nihoyatda muhim dalillarni, misol uchun kitlarning evolyutsiyasini, ya'ni kitlar oldin quruqlikda yuruvchi hayvonlardan kelib chiqqanini qabul qiladi. Bu zo'r, lekin bizda kitlardan tashqari xuddi shunday suvdan quruqlikka o'tgan, quruqlikdan suvga o'tgan, qanotsizdan qanotliga o'tgan hayvonlarni isbotlovchi yuzlab fosillar bor. Agar u mana shunday katta o'zgarishlarni tan olsa, bunda holda uning gominidlarning kichik evolyutsiyasiga shubhasi shunchaki bema'nilik. Bizda gominidlar o'rtasida bo'lgan turdan turga o'tishini ko'rsatuvchi kichik o'zgarishlarga ega fosillar soni mingdan ortiq va gominid evolyutsiyasi boshqa har qanday hayvonlardan ko'ra ko'proq o'rganilgan. Sabor bularni noto'g'ri ekanligini isbotlash uchun aqli yetmaydi. Shuning uchun uning bu mantiqiy xato, bu doira fikrlash deb yig'lashdan boshqa narsa qo'lidan kelmaydi. Bu doiraviy fikrlash emas, biz gipotezalar orqali bashorat qilgan ma'lumotlarni tekshiramiz va topilgan ma'lumotlarga qarab yana bashorat qilamiz.
To bizning bashoratimiz noto'g'ri chiqqunga qadar biz bu modelga asoslanamiz. Sabor o'zi aqli yetmagan fanni inkor qilish uchun maktabda o'rganib olgan 2-3 ta falsafiy so'zlarni gapirib, aqlli bo'lib ko'rinishga harakat qiladi. Misol uchun uning sevimli qora oqqush misoli. Qarangki, oqqush qora bo'lishi mumkin. Demak, evolyutsiya yolg'on. Lekin yana bir bor qaytaraman, ilm-fan faqat a posteriori bilimga asoslanadi. Ilm-fanning har bir sohasi induktiv. Sabor faqat evolyutsiyaga qarshi chiqishiga sabab, evolyutsiya uning cho'pchak e'tiqodiga zid. Bundan tashqari, deduksiyani induksiyadan yuqori qo'yish bu shunchaki kulgili. Deduksiya hayotiy tushunchalarga asoslansa-da, u mohiyatan induksiyaga, ya'ni kuzatuvlarga asoslanadi. Oddiy misol sifatida Aristotel silogizmini olaylik. Barcha odamlar bir kun kelib o'ladi. Buni qayerdan bilamiz? Kuzatuv, ya'ni induksiya orqali. Nihoyat, Sabor har bir fanga xudoni tiquvchi odam kabi olimlar orasida katta kelishmovchiliklar bor deydi. Yo'q. Va kutilganidek u Denis Nobelni misol qilib keltiradi. Xo'sh, Sabor, senga bir yangilikni aytaman. Denis Nobel evolyutsion biolog emas, u fiziolog va kreatsionistlarning nufuzini oshirish uchun Templeton jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilgan. Sen aytayotgan 2016-yilgi suhbat ham Templeton tomonidan uyushtirilgan. Evolyutsion biologlar uchun Denis Nobel bir tiyin. Xo'sh, xulosa nima? Darwin nazariyasi faktmi? Yer quyosh atrofida aylanishi, ya'ni geliocentrizm nazariyasi faktmi? Agar javob ha bo'lsa, demak nazariyalar fakt. Demak, Darwin evolyutsiyasi fakt. Agar javob yo'q bo'lsa, sendan bir dona ilmiy fakt keltirib berishingni talab qilaman. Agar sen yo'q, geliocentrizm fakt, lekin evolyutsiya fakt emas desang, demak sen bir xil ilmiy nazariyadan o'zingga yoqqanini tanlayapsan, ya'ni noxolislik qilyapsan. Agar nazariyalarda fakt bo'lmasa, demak ilmiyotda fakt yo'q. Bu degani bu bahsdan sening farosatsiz miyangga lazzat berishdan boshqa ma'no yo'q. Bahsni yakunlar ekanman, Saborga ultimatum qo'yaman va uni bahs oxirigacha bajarishini talab qilaman. Bugungi bahs Darwin evolyutsiyasi haqida bo'lganligi sababli undan aniq bir pozitsiyani tanlashini so'rayman. Sen yo hech qaysi a posteriori bilim aniq bo'lmaydi degan pozitsiyani egalla. Ya'ni biz bu dunyoda hech qachon biron narsaga aniq ishonch hosil qila olmaymiz de. Bunday holda bu bahs shunchaki ma'nosiz. Bunday holda sen 200lamachilik qilib, diningga zid evolyutsion biologiyani ajratyapman deyishingga to'g'ri keladi. Yoki sen fakt geliocentrizm nazariyasi kabi a posteriori bilimdan kelib chiqishi mumkinligini tan ol. Bunday holda sen evolyutsion biologiyasining nazariyalarini boshqa nazariyalardan zaifroq va shu bilan ishonchsizligini namoyish eta olmaganingni tan olishingga to'g'ri keladi. Tanlov sendan. Men ikkalasiga ham roziman. Xo'p, rahmat Dave. Shu bilan uning kirish nutqi yakunlandi. Endi biz bahsning raddiya bo'limiga o'tamiz. Shunday qilib, har bir tarafga bir-biriga raddiya berish uchun 10 daqiqadan vaqt beriladi. Men debatchilarimizga shuni eslatmoqchimanki, muxolifatning g'oyalarini, shuningdek ularning nufuzini va shunga o'xshash narsalarni tanqid qilish juda yaxshi. Lekin iltimos, tanqidni bahs mavzusiga va unga aloqador muammolarga qarating. Demak, endi Soborga uning raddiyasi uchun 10 daqiqa beriladi. Sobor, taqdimotingiz bormi? Ha, men slaydlarda Farinaning gaplaridan kelib chiqqan holda ba'zi o'zgartirishlar kiritdim. Endi boshlasam bo'ladimi? Yaxshi. Demak, u aytgan birinchi da'volardan biri shuki, hech kim darvinizm atamasini ishlatmaydi. Richard Dawkins o'zining Iblisning ruhoniysi asarida shunday deydi. Darwin 20-asr oxirida g'alaba qozongan bo'lishi mumkin, ammo biz 21-asrdagi vorislarimizni darvinizmdan voz kechishga yoki uni tanib bo'lmas darajada o'zgartirishga majbur qiladigan yangi dalillar paydo bo'lish ehtimoli borligini tan olishimiz kerak. U e'tiborsiz qoldirgan yana bir narsa, bu atama yana Denis Nobelning Hayot ohangida raqs kitobida uchraydi. U kitobda darvinizmning zamonaviy sintez versiyasi degan jumlani ishlatadi. Demak, bu atama ishlatilmoqda. Endi u juda qiziq bir ishni qiladi. U biz muhokama qilayotgan mavzuni yoritmaydi. U bizga nima uchun Denis Nobel masxaraboz ekanligi haqida ma'lumot bermaydi. Nima uchun Denis Nobel nohaq? U bizga bunday ma'lumotlarni bermaydi. Lekin u bizga 3 ta mantiqiy xato beradi. Shuning uchun rahmat Farina. Yaxshi talaba bo'lib mening ma'ruzamni tinglabsan. Ammo sen meni ko'p joylarda noto'g'ri namoyish qilding. Biroq men 3 ta aniq xatoga e'tibor qaratmoqchiman. Birinchisi, ma'no buzish xatosi.
Keling, sizga misol keltiraman. Kimdir yiqilib tushib, "Voydod, yuragim, doktorni chaqiringlar" deb dod soldi. Keyin esa kimdir kelib, "Ha, mana men doktor" dedi. Lekin u doktor degani gender tadqiqotlari bo'yicha PhD darajaga ega bo'lgan fan doktori edi. Mana shu ma'no buzish xatosi. Doktor so'zi ikki xil ma'noda ishlatilmoqda. Bu katta tushunmovchilikka olib keladi. Sen Darwin evolyutsiyasi fakt deb aytding. Va Darwin evolyutsiya deb nimani nazarda tutding? Tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlanish. Xo'sh, nima bo'pti? Bu Darwin evolyutsiyasini men tan olaman. Bu Darwin evolyutsiyasini Dennis Nobel tan oladi. Bu Darwin evolyutsiyasini hamma tan oladi. Bu yangilik emas. Yana bir bor, eslab qol. Darwin evolyutsiyasi so'zini ikki xil ma'noda ishlatyapsan. Men Darwin evolyutsiyasi deganda tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlanish aql va tanani yaratishi mumkin degan g'oyani nazarda tutdim. Darwinizm deganda men shuni nazarda tutyapman. Bu men ishlatayotgan neo-darwinizm tarifi. Sen aytayotgan evolyutsiya esa tabiiy tanlanish va tasodifiy mutatsiyalar. Bu nazariyani hech kim inkor etmaydi. Demak, bu aslida ma'no buzish xatosi. Yana bir narsa. Men juda kulgili narsaga o'tmoqchiman, chunki bu sodir bo'lishini bilardim. Keling, mening o'sha qayer edi? Mayli, demak, mana ko'rishingiz mumkin. Bu men Farinaga yuborgan elektron pochtam. Men sendan bir kamaz ma'lumot ko'tarib kelib, ikki xil g'oyani aralashtirib yuborishni so'ramadim. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mening dastlabki ikkita bahsim Darwin evolyutsiyasi faktmi, aqliy dizayn fanmi, universal umumiy ajdod haqiqatmi bo'lgan. Buni qilishimning sababi shundaki, Darwin evolyutsiyasi va universal umumiy ajdod tushunchasi aralashib ketishini xohlamayman. Mana shu joyda aytib o'tdim, falonchi, pistonchi va hokazo. Men bu ishni qilishingni bilgandim. Va bu nima degani? Bu yana ma'noni buzish xatosi. Chunki agar universal umumiy ajdod g'oyasi haq bo'lsa ham, bu Darwin evolyutsiyasi haq degani emas. John Lamarck u hayot daraxtiga ishongan. U umumiy ajdodga ishongan. Lekin u Darwin evolyutsiyasiga ishonganmi? Yo'q, ishonmagan. Demak, bu ma'no buzish xatosi. Bu shuningdek mantiqiy bog'liqsizlik xatosi. Umumiy ajdodning Darwin evolyutsiyasi uchun zarur va yetarli shart ekanligiga birorta ham dalil keltira olasanmi? Keltira olmaysan. Va sen o'zi bu haqda hatto o'ylab ko'rganingga ham shubham bor. Shuning uchun men o'zimni oldindan himoya qilib, o'sha elektron pochtamni yubordim. Chunki seni gapni aylantirishingni bilgandim. Taqdimotingni aksariyat qismi men aytgan narsalarga aloqasiz bo'ldi. Taqdimotingni aksariyat qismida sen qo'rqoqlik yo'lini ko'rsatding. Endi sen yana Dennis Nobel 1 tiyin, Shapiro va boshqalar ham 1 tiyin deding. Mayli, bunday holda men bitta savol bermoqchiman. Qanday qilib Cambridge universiteti 1 tiyinli odamning kitobini nashr etishi mumkin? Qanday qilib Oxford universiteti uning kitobini nashr etishi mumkin? Nature uning ishini nashr etishi mumkin? Qirollik jamiyati uning ishini nashr etishi mumkin? Endi men James Shapironing Evolyutsiya 21-asr nuqtai nazaridan qarash kitobi haqida bir narsa aytmoqchiman. Bu kitob Karl Vosse hayotning 3-sohasini kashf etgan odam tomonidan nihoyatda muhim kitob deb ataladi. Agar bu odamlar 1 tiyin bo'lsa, nega mashhur nashriyotlar ularning ishlarini chop etadi? Nima uchun ular jiddiy qabul qilinadi? Nima uchun ular universitet professorlari sanaladi? Nima uchun ular taqrizdan o'tgan maqolalarga ega? Nima uchun bularning barchasi sodir bo'ldi? Sen hozir qilayotgan narsa bu shunchaki akademiyani inkor qilyapsan. Sen fanni inkor qilyapsan. Bu akademiklarga hujum qilish orqali ularning avtoritar hukmini hech qanday asossiz yo'q qilishga uriniapsan. Men senga juda lo'nda bir savol berdim. Nima uchun Dennis Nobel masxaraboz? Sen u masxaraboz deb takrorlading. Sen u 1 tiyin deb takrorlading. Lekin 3 soatlik videoingda birorta ham dalil keltirmading. Hozir ham birorta dalil keltirmading. Sen yo'l qo'ygan yana bir xato mavzudan chalg'itish xatosi. Suhbatda keltirgan ko'plab narsalar aslida mening pozitsiyamni noto'g'ri aks ettirish bo'ldi. Lekin shunda ham sen bu narsalar bugungi bahsga qanday bog'liqligini ko'rsatishga bir soniya ham vaqt sarflamading. Mayli, men seni universal umumiy ajdod mavzusi bo'yicha bahsga taklif qilgan edim va taklifim hali ham sen uchun ochiq. Homologiya va turlanish haqida aytgan narsalaringni o'shanda muhokama qilishimiz mumkin. Sen ehtimollik doirasini, taxminlarni eslatding. Agar bahslashmoqchi bo'lsang, bu narsalarni boshqa bahsda amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu butunlay senga bog'liq. Endi sen aytgan yana bir narsa.
sen Darwin evolyutsiyasini keltirib, agar men Darwin evolyutsiyasini yoki shunga o'xshash bir narsa deding. So'zma-so'z aniq nima deganing esimda yo'q. Agar men Darwin evolyutsiyasini tan olsam, men taslim bo'lishim kerak deding. Mana shu qasddan meni zaif qilib ko'rsatishga urinishing bo'ldi. Bu nazariyani hech kim inkor etmaydi. Tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlanishni hech kim inkor etmaydi. Sen Dennis Nobelning kitobini o'qishing kerak. Yoki sen mening neodarvinizmning o'limi kitobimni o'qishing kerak. Chunki o'sha kitobda men tabiiy tanlanishni qabul qilaman deb yozganman. Va men shuningdek Darwin evolyutsiyasi orqa fondagi jarayon sifatida haqiqatdan mavjudligini qabul qilaman. Bu tabiatda kuzatilgan va hamma biladigan oddiy jarayon. Ammo u tana va aqlni yaratmaydi. U biologik xilma-xillikni tushuntirmaydi. U bu narsalarning hech birini qilmaydi. Endi men boshqa muhim deb hisoblagan narsalarga o'tmoqchiman. Seni tuturiqsiz gaplaringga javob berib bo'ldim. Xo'sh, demak, Darwin evolyutsiyasi atamasi ishlatilishini ko'rsatdim. Buni inkor qila olmaysan. Gapni aylantirganingga ham javob berdim. Sen yana Dennis Nobel evolyutsion biolog emas deding. Sen nimagadir faqat genetika yoki molekulyar biologiya sohasidagi odamlar evolyutsionist bo'lishi mumkin demoqchisan. Nima uchun uning ushbu sohasi evolyutsiya deb hisoblanmaydi? Aslida biz evolyutsiya fiziologiyasi kabi nashr qilingan maqolalarni topsak bo'ladi. Va o'zi aslida Dennis Nobelning butun argumenti fiziologiya evolyutsiyasini boshqaradi. Boshida aytgan gapimga qaytsak, agar biz mana shu asoslarga qarasak, Dennis Nobelning butun argumenti shundan iboratki, fiziologiya evolyutsiyani boshqaradi. Epigenetika evolyutsiyani boshqaradi. Epigenetik belgilar genetik jihatdan o'zlashtiriladi. Shuning uchun sen shunchaki u evolyutsion biolog emas deyishing uning argumentidan qochish degani. Va kel endi sen xohlamagan narsaga qaytaylik, ya'ni xatolaringga. Sen ularni shunchaki chetga surib qo'yding. Men bu gaplarni shunchaki aytib o'tgan edim deding. Yo'q, sen g'irt ahmoqona gaplarni aytding. Sen endi ularni qaytarib olishing kerak. Sen bilmasdan aqllilik qildim deb tan olishing kerak va sen buni aniq va ravon qilib aytishing kerak. Mayli, men muhim deb hisoblagan yana bir narsa. Esingdami, sen hozir noqulay holatdasan degan edim. Sen yo Dennis Nobelga hujum qilib, unga qarshi chiqib ilmsizliging sababli muvaffaqiyatsizlikka erishasan yoki qo'rqoq bo'lib undan qochishga urinasan. Sen nima degan eding? Sen shunchaki u bir tiyin va u evolyutsion biolog emas deding. Bunga biron dalil keltira olasanmi? Bunga biron asos keltira olasanmi? Bu gapingni oqlay olasanmi? Chunki ko'rinishidan sen buni qilishni o'rniga akademiklarga hujum qilyapsan. Va bilasanmi, men keyingi 30 daqiqadan rohatlanaman. Ochiq suhbatda har bir gapingni javobgarlikka tortaman. Va men senga juda qiziqarli deb hisoblangan bir savolni beraman. Dennis Nobel tayangan Aristotelning sababiyat tabiati haqidagi nuqtai nazarini tushuntira olasanmi? Garov o'ynayman, buni qila olmaysan. Va yana bir narsada garov o'ynayman. Ishonchim komilki, sening bu masalani hal qilish uchun usuling xuddi Twitterda Jonathan McClatchy bilan bo'lgan suhbating kabi bir xil bo'ladi. Bularni hammasi evolution.org veb-saytida turibdi. Sen u yerda Michael Behe'ni gapirmagan gaplarini iqtibos qilganingda uning gaplarini o'girib ko'rsatgansan. Va keyin sen fosh bo'lganingda sen unga shunday deding. Google va YouTube'da ismingni topga chiqishiga tayyor bo'l. Men endi sening fanni inkor qiluvchi mulla basharang ustiga katta, suvli va sassiq bo'qim bilan chichib tashlayman degansan. Bu professorga xos muloqotmi? Professorlar rostdan ham shunday gapiradimi? Yoki bu lo'lining gapirish usulimi? Demak, xulosa shuki, Farinajon, bugun bahsning atrof muhit bosimi ostida sening cho'mbiring uzildi. Sen chorvalashtirilding va bu bilan evolyutsiyani davom ettirmading. Okey, endi navbat Dave'ning 10 daqiqalik raddiyasiga keldi. Dave, sizda taqdimot bormi? Yo'q, men shunchaki u og'zi bilan chichib tashlagan najasiga javob beraman. Okey, bilasanmi, meni hayratga solgan narsa, sen mening ochish nutqim sening ochish nutqingga aloqasi yo'q deb yig'layapsan. Ey farosat, sen o'zing shaxsan tanlagan mavzuing bo'yicha gapirmasang, ayb mendami?
Sen Darwin evolyutsiyasi faktmi degan mavzuni tanlading. Mening ochish nutqim aynan shu mavzu haqida bo'ldi. Lekin sen shunchalik molsanki, o'zing tanlagan mavzuing asosida bahs yuritishni ham bilmaysan. Sen Darwin evolyutsiyasi deb Darwinga umuman aloqasi bo'lmagan narsalar haqida gapirding. Sen hozirgina Farina Darwin evolyutsiyasi deganda tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlanishni nazarda tutmoqda deding. Yo'q, men bunday deganim yo'q. Sen yo meni umuman eshitmading yoki nima deganimni umuman tushunmading. Bilmadim. Darwin mutatsiyalar nimaligini bilmagan. Darwinizm butun boshli genetika sohasidan oldin kashf qilingan. Hatto neo-darwinizm shakllanganda ham u hali ham DNK emas, Mendel genetikasi haqida bo'lgan. Biz u paytda ham DNK haqida bilmaganmiz. Shuning uchun sen aytayotgan bu mexanizmlarning barchasi Darwin evolyutsiyasi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Aytganimdek, qara, sen xohlagan boshqa narsalar haqida gaplashishimiz mumkin, ammo sen o'zing tanlagan debat sarlavhasi Darwin evolyutsiyasi edi. Aynan shu sababli ham bahsni sen birinchi boshlading va shu bilan meni mavzudan chetlashmasligimga yo'l qo'yishing kerak edi. Lekin nima bo'ldi? Mavzuda turgan faqat men bo'ldim. Qaytaraman, sen Darwin evolyutsiyasi deding. Darwin evolyutsiyasi, ya'ni avlodlardagi o'zgarishlar tabiiy tanlanishdan o'tadi. Bu fakt. Sen xohlagancha yangi ta'riflar to'qi, xullas nima dema, bu fakt. Tamom. Sen tabiiy tanlanish orqali evolyutsiya haqiqatda sodir bo'lishini tan ol, ya'ni bu bahsda yutqazganingni tan ol, keyin biz sen xohlagan narsa haqida gaplashishimiz mumkin. Umumiy ajdodlarmi, mexanizmlarmi, xullas hamma narsa haqida. Muammo yo'q. Ammo buning uchun sen Darwin evolyutsiyasi haqiqatda sodir bo'lishini tan olishing kerak. Sen o'tirib olib yangi atamalar va ta'riflar to'qishingni foydasi yo'q. Darwin nazariyasi genetikadan oldin shakllangan. U tasodifiy mutatsiyalar u yerda tursin, mutatsiyalar nimaligini bilmagan. Yo'q, bo'ldi endi, to'xtat, chiqaryapsan. Yana bitta narsa, men buni oldindan bashorat qilganimdek, sen ilm-fan haqida gapirishga aqling yetmaydi ekan. Sendan Dennis Nobel dadam shunday dedi, boshqa dadajonim esa shunday dedidan boshqa gap chiqmadi. Bu odamlar nima degani haqida nolishni bas qil va men bilan ilm-fan haqida gaplash. Kel, ushbu mexanizmlarning barchasi haqida gaplashamiz, biologiya haqida gaplashamiz. Bozor xotinlariga o'xshab u shunday dedi, bu shunday dedi qilmaymiz. Ha, aytgancha Dennis Nobel Oxford universiteti orqali bir narsalar nashr etdi deding. Farosat bu Oxford universiteti emas, Oxford nashriyoti. Har qanday odam kitob nashr etishi mumkin. Kimdir kitob nashr etsa, undagi hamma ma'lumot mukammal degani emas. Va bu Oxford fakultetining barcha professori, o'qituvchilari "Hay, malades Dennis" deb uni olqishlaydi degani emas. Va kechirasan-u, lekin yo'q. U evolyutsion biolog emas, u fiziolog va bu sohada hech kim uni jiddiy qabul qilmaydi. Sen yana Bihi va Maklachini ko'tarib kelding. Rostdan, ha, unda qiynalmasdan Islom universiteti professorlarini ko'tarib kelmayapsan-da. Ha, men Twitterda shu gaplarni yozganim rost. Ha, nima? Molni mol deyman-da. Muammo nimada? Va bu gaplarni aytganimdan keyin men ularni rostdan ham masxarabos ekanligini barchaga isbotlab qo'ydim. Endi Nobel haqida. Nobelning evolyutsion biologiyadagi asosiy tushunchalari bo'yicha bilimi nihoyatda zaifligi evolyutsion biologlarning barchasiga ma'lum. U har safar gen markaziy nuqtai nazar haqida gapirganda har doim qandaydir markaziy dogma haqida gapiradi. Qarangki, bir narsalar markaziy dogmaga zidmish. Yo'q, unday emas. Markaziy dogma shunchaki ma'lumot DNKdan mRNKga, keyin tRNKga va shu bilan oqsillarga o'tadi deydi. Va agar aynan shu yo'lga qarasak, ma'lumot boshqa yo'nalishda keta olmaydi deydi. Nega? Bilasanmi? Chunki aminokislota qoldiqlarida bir xil kodonni kodlaydigan bir nechta kodon mavjud. Shunday qilib, agar bizda aminokislota qoldig'i bo'lsa, u qaysi kodondan kelganini bila olmaymiz. Ya'ni aminokislotalar zanjiridagi ma'lumot aynan qaysi genomdan kelganini ayta olmaymiz. Bo'ldi. Mana shu markaziy dogma. Nima uchun buni o'zi dogma deb nomlashding bilmayman. Bu dogma emas. Menimcha senlar o'zi dogma so'zining ma'nosini ham bilishmaysan. Ammo xo'p desak ham, mana shu markaziy dogma, odamlar teskari transkriptaza yoki boshqa mexanizmlarni keltirib, mana ziddiyat desa, yo'q, bular markaziy dogmaga zid emas. Xullas, Nobel aytgan narsalar haqida bahslashishimiz mumkin. U neodarvinizmga qarshi juda ko'p argumentlar keltirgan, lekin uning argumentlarining aksariyati somon odamga qarshi. Mavjud bo'lmagan muammolarni o'zi o'ylab topib, xuddiki evolyutsiyani yengidim deb o'ylaydi. Misol uchun u Jerry Cohenni tiqishtirib, Cohen gapirmagan gaplarni gapirdi deb dod soldi. Lekin yo'q, men senga o'xshab u shunday dedi, bu shunday dedi kabi dedi qilish niyatim yo'q. Ammo yo'q, shunday qilamiz desang, Dennis Nobelning argumentlarini tanqid qilgan ko'plab mutaxassislar mavjud. Keltirib berishim mumkin.
Sen yana neolamarkizmni keltirding. Lamarkizm o'zi jiraflar mevaga intilgani sabab bo'yni uzunlashadi va bu o'zgarish qandaydir tarzda darhol keyingi naslga o'tadi degan tushuncha. Neolamarkizmni ifodalash uchun sen ta'kidlayotgan ushbu mexanizmlarning hech biri aslida lamarkizmga aloqasi yo'q. Sen yana qizig'i shundaki, qachonki sen ilm-fan haqida og'zingni ochsang, shunaqangi farosatsiz narsalarni gapirasanki, hayron qolaman. Aynan shu sababli sen bilan ilm-fan haqida gaplashmoqchiman. Sen membranalar genomda kodlanmaydi deding. Xo'sh, bunday ekan, molekulalar qanday sintezlanadi? Membranadagi lipidlarchi qayerdan keladi? Enang nomidanmi? Ular fermentlardan kelib chiqadi. Fermentlarchi, ular qayerdan keladi? Ular genomda kodlangan. Ko'rdingmi? Kel, molekulyar biologiya haqida gaplashamiz. Menga gapni aylantirma. Nobel shunday dedi, bunday kitob yozdi dema. Mana men, kel, ilm-fan haqida gaplashamiz. Sening qahramonlaring va dadalaring haqida emas. Kel, ushbu mexanizmlar haqida, molekulalar va hujayralar, transkripsiya, tarjima, mutatsiyalar va xohlagan narsang haqida gaplashamiz. Qachonki mavzudan qochsang, seni ushlab orqaga qaytaraman. Bu yerda biz ilm-fan haqida gaplashishimiz kerak. Sen o'zingcha meni biliming bilan cho'ktirmoqchi eding-ku. Kel, ko'raylik kim cho'kadi. Sen yana nima degan eding? Ha, sen Lamark va umumiy ajdod haqida bir narsalar deding. Lamark umumiy ajdodni qabul qilmagan. U hayot doimo o'z-o'zidan paydo bo'ladi deb o'ylagan. Ya'ni ularning barchasi turli shakllarga va alohida ajdodlarga ega bo'lgan deb o'ylagan. Yana nima deding? Ha, Nobel. Nobel yana organizmning atrof muhit sharoitlari yoki ogohlantirishga javoban o'z evolyutsiyasini o'zi boshqaradigan mexanizmlarni taklif qiladi deding. Bugungi mavzu bu haqda emas. Yana nima deding? Menimcha shu. Ha, xullas biz sen xohlagan mavzu bo'yicha bahslashishimiz mumkin. Lekin buning uchun sen birinchi bahsning nomi ahmoqona ekanligini tan ol va balki bu farosatsiz sarlavhani boshqa hech qachon ishlatmaslik kerak degan fikrga kel. Darwin evolyutsiyasi, sen tanlagan Darwin evolyutsiyasi, irsiy o'zgarish va tabiiy tanlanish bilan kelib chiqish haqiqatda sodir bo'ladi. Bu fakt. Tan ol, ochiq suhbatni shundan boshlaymiz. Sen tan ol va keyin sen gaplashmoqchi bo'lgan boshqa sohalarga kiramiz. Xo'p? Lekin shunda ham biz Dennis Nobel shunday dedi, Elliot Sober shunday dedi, bu odam shunday dedi kabi dedi emas. Biz ikkalamiz ilm-fan haqida gaplashamiz. Xo'p? Chunki sen odamlarni noto'g'ri iqtibos qilishingni hamma ko'rdi va menda o'tirib olib sening iqtiboslaringni real vaqtda tekshirish imkoniyatim yo'q. Shuning uchun kel biz ilm-fan haqida gaplashaylik. Agar sen menga mana shu odamning fikri shunday desang, men sendan u aynan nima demoqchi deb so'rayman va keyin sen menga ilmiy tilda tushuntirasan. Xo'p, mana shu ilmiy suhbat bo'ladi. Shu mening shartim. Xohlasang boshlaymiz. Dave, sizda yana 3 daqiqa vaqt bor. Qo'shimcha qilasizmi? Ha, yo'q, boshqa gapiradigan gapim yo'q. Yaxshi, rahmat Dave. Bo'lmasa vaqtni to'xtataman Va endi biz 30 daqiqalik ochiq muhokamaga o'tamiz. Men ikkala tarafga yana eslatmoqchiman, iltimos, mavzuda qoling va suhbatda axloqni saqlang, iltimos. Bilaman ikkalangiz ham biroz g'azabdasizlar. Tushunsa bo'ladi, lekin suhbatni unumli qilish uchun kelinglar bitta narsaga aniqlik kiritaylik. Bugungi bahs Darwin evolyutsiyasi haqida, lekin tushunishimcha bizda bahs mavzusidanla kelishmovchilik bor. Men ushbu kelishmovchiliklarni yozib oldim va ikkalangiz ham bunga javob berishingizni so'rab qolardim. Shunday qilib, Sobor Darwin evolyutsiyasini tasodifiy mutatsiya va tanlash aql va tanani yaratishi mumkin deb ta'rifladi. Dave esa Darwin evolyutsiyasini nasldagi o'zgarishlarning tabiiy tanlashdan o'tishi deb ta'rifladi. Demak, tushunishimcha Sobor aytmoqchi bo'lgan muammoning negizi shuki, uning fikricha Darwin evolyutsiyasi tasodifiy mutatsiya va tanlash mexanizmlari orqali ong va tanani yaratishi mumkin deb da'vo qiladi. Shunday qilib Sobor, men shu da'vongiz bilan aynan nimani nazarda tutganingizni bizga aniqlab berishingizni so'rab qolardim. Shundan so'ng Dave bunga nima deyishini eshitamiz. Xo'p, agar biz hozir Davening gapini qabul qilsak, nima uchun unda Dawkins va Nobel o'rtasida bo'lib o'tgan kabi bahslar kelib chiqmoqda? Nima uchun O'likning genetik kitobida bu mavzuga alohida bir bob ajratilgan? Nima uchun? Nima uchun 1 yildan keyin tiriklik tizimini tushunish kitobi chiqdi? Aniqki, bunday munozaralar keng tarqalgan, lekin
lekin Dave'ning bundan xabari yo'q. Shuning uchun u bor kuchi bilan hech bo'lmaganda ma'noni buzishga harakat qilyapti. Endi agar u meni kitobimni o'qiganda edi, unda bu uchun yetarlicha vaqt bor edi. O'sha kitobda men tabiiy tanlovni tan olganman, tasodifiy mutatsiyalarni tan olganman. Denis Nobel ham aynan shunday degan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bularni hamma biladi. Va aslida bu nazariyani ushbu bahslardan ancha oldin hamma qabul qilib bo'lgan edi. Bizning e'tirozimiz aslida ushbu nazariya Richard Dawkinsning Xudbin gen kitobida ta'kidlangani kabi aql va tanani yarata oladimi? Mana shu haqida bahs qilishimiz kerak. Darwin evolyutsiyasi, mutatsiyalar va tabiiy tanlov haqida emas. Buni hech kim inkor qilmaydi. Men qabul qilaman. Denis Nobel qabul qiladi. Hamma qabul qiladi. Agar mening chiqishlarimni ko'rganingda sen bilardingki, men hamisha xuddi shu gaplarni aytib kelganman. Shuning uchun sen mening iddaolarimni qasddan zaif qilib ko'rsatib, ma'noni buzishga harakat qilganing men uchun nihoyatda ajablanarli. Zaiflashtirganim yo'q, bu mavzuni o'zing tanlading. Agar sen Darwin nazariyasini tan olsang va uni sodir bo'luvchi fakt desang, nima uchun unda bu bahs mavzusini Darwin evolyutsiyasi faktmi deb tanlading? Bu mavzuni o'zing tanlading-ku, ukam. Va men bashorat qilganimdek sendan Denis Nobel shunday dedi, bu kitob shunday dedi degan quruq gaplardan boshqa narsa chiqmadi. Darwin evolyutsiyasi aql va tana yaratmaydi deganing nimasi? Demoqchi bo'lganim shuki, Richard Dawkinsning Xudbin gen kitobi. Bu kitobni bilasanmi? Kitob va odamlarni tiqishtirishni bas qil, ukam. Men bilan ilm-fan haqida gaplash, fan haqida. Xo'p, Richard Dawkins ilm-fan vakilimi? Ha, u olim. Xo'sh, bu degani sen uning gapini o'girib bahslashishing mumkin deganimi? Yo'q, men uning gapini o'girganim yo'q. U aynan shu da'voni keltiradi. U aytadiki, genlar aql va tanani yaratilgan. Genlar, aql va tana? Nima? Tushunishda muammolar bormi? Men genlar bizdagi aql va tanani yaratgan. Ha, yaxshi. Demak, genlar ifodasi organizm shakllanadi. Bir narsani aytib o'tishim Nima kerak. deyapsan? James, bu bolada bahsdagi bosim muhiti sababli tafakkur qilish muammolari kelib chiqdi shekilli. Buni oldini olish uchun menimcha bahsni osonroq qilishimiz kerak. Gapni olib qochma. Gapni olib qochyapsan. Fortichka qidiryapsan. Bizni tushunishni boshlar. Yo'q, qara, muammo shundaki, sendan farqli o'laroq James meni tushunganga o'xshaydi. James mening iddaomni tushundingmi? Nima uchun men aytayotgan Darwin evolyutsiyasi Dave gapirayotgan gaplarga aloqasi yo'qligini tushundingmi? Sobor, men shu da'vongiz bilan aynan nimani nazarda tutganingizni bizga aniqlab berishingizni so'rab qolardim. Shundan so'ng Dave bunga nima deyishini eshitamiz. Ha, albatta. Va men yana Denis Nobelga qaytishim kerak bo'ladi. Va tushunib turibman, Nobel ismi seni tutqanoqqa solib qo'yadi. Chunki uni tinmay masxaraboz deb ataysan. Va Ha, u masxaraboz. Bir necha bor gapda ushlangansan. Bir dona ham dalil keltirmading. Va ishonchim komilki, sen o'zi u nima demoqchi bo'lganini tushunmagansan ham. Aslida senga juda sodda savol beraman. Lekin sen mavzuni o'zgartiryapsan. Sen umuman mavzuga aloqasiz gaplarni qo'shyapsan. Kel, men senga sodda qilib tushuntirib beray. Aristotel sababiyat haqida bir farqli tushuncha olib kirgan. Bilaman, sen uchun bu narsa o'ta qiyin. Shuning uchun boshingni egyapsan, bilaman. Lekin kel tushuntirib beray. Yo'q, ilm-fan haqida gaplashishimiz kerak bo'lgan joyda sen falsafani tiqyapsan. Chunki fandan gapira olmaysan. Qo'lingdan kelmaydi. Xullas, Denis Nobel Xudbin gen g'oyasiga qarshi chiqdi va tana va aqlni genlar yarata olmaydi dedi. Qara, u nima deydi? Aristotelning fikricha, bir stolni tasavvur qil. Men duradgor, mana shu stol sababchisiman. Stolni o'zi yog'ochdan qilingan. Ya'ni yog'och material sabab. Stolning shakli bu shakli sabab. Va men mana shu stoldan foydalanib, seni sharmanda qilishim yakuniy sabab. Ya'ni 4 ta har xil sabab bor. Nobel argumenti shuki, genlar shakli sabab. Genlar qoliplar. Yoki Shapiro tafsiriga ko'ra, u faqat qolipdan shakl chiqaradi. Va Richard Dawkinsning ta'kidlashicha, xohlagan odam hozir bemalol o'sha bahsni ko'rib, meni gapimni tekshirishi mumkin. Richard Dawkinsning ta'kidlashicha, genlar sababchi vosita. Genlar aql va tanani yaratadi. Ko'paytiruvchi bilan vosita farqi, ya'ni ko'paytiruvchi vositani masofadan boshqarish pulti kabi boshqaradi. Va umuman olganda yakuniy g'oya shuki, hayot bu genlar saqlanishi. Mana shu Xudbin gen g'oyasi. Bu standart. Buni bilmasligingdan men hayratdaman.
Gaplaring butunlay tuturuqsiz. Misol orqasidan misol keltiryapsan. Quruq suv. Qanaqa stol, nima deyapsan o'zi? Lo'nda qilib ayt, genlar ifodasi organizm shakllaydi. Shunday deyapsanmi? Shumi gaping? Men hech qachon genlar ifodasi degan iborani ishlatmaganman. Bu epigenetika. Genlar ifodasi epigenetika. Aytmoqchi. Nima? Genlar ifodasi Aytmoqchi. epigenetika. Qara qachonki sen ilm fan haqida og'zingni ochishing bilan farosatsiz gaplar chiqadi-ya. Nimalar deyapsan? Epigenetika genlar ifodasiga olib keladi, to'g'rimi? Epigenetika genlar ifodasini o'zgartiradi, ha? Ha, shu. Boshlandi. Rahmat. Yo'q, nimaga rahmat? Nimaga rahmat deyapsan? Aqling joyidami? Endi- Genlar ifodasi endi- epigenetikamış. Kendi James so'ragan mavzuga qaytamiz. Men genlar aql va tana sifatida yaratilgan degan iddao keltirdim. Nimaga bunga raddiya bermaysan? Chunki seni og'zingdan chiqayotgan gaplar barchasi tuturuqsiz. Men aniq fan haqida gapiryapman. Sen esa o'ta majoziy gaplardan boshqa hech narsa gapirmading. Genlar ifodasi aql va tanani yaratadi. Xo'p, bu degani genlar ifodasi embriondan to'liq organizm shakllaydi deganimi? Shuni Demak, gaping? men umuman boshqacha qilib tushuntirib berishim kerakmi? Chunki Aristotel nima deganini umuman tushunmaganga o'xshaysan. Sen hech narsani tushuntirganing yo'q, faqat falsafiy ertaklaring bilan o'ta mujmal majoziy misollar keltirding xolos. Chunki fan haqida gapira olmaysan. Qachonki fan haqida og'iz ochsang, og'zingdan genlar ifodasi bu epigenetika kabi farosatsiz gaplar chiqyapti. Epigenetikaga aloqasi bor. Yo'q. Albatta bor. Kel, yanada soddaroq qilib tushuntiraman. Va sen mantiqsiz deb bilgan joyda to'xtalamiz. Zamonaviy sintezning umumiy standart g'oyasi 1976-yilda Xudbingen kitobi sabab mashhurlikka ega bo'lgan. Bu g'oya 1920 va 1950-yillar orasida paydo bo'lgan. Sen esa bu 1990-yilda bo'lgan deb yeb qo'yding. Men buni reaksiya videoyimda o'sha paytni o'zida hayolimga kelgan sanani Esingga aytdim. kelganini aytding. Mutlaq aniq Esingga ilmiy ma'lumot kelganini keltirganim aytding. yo'q. Navbatma-navbat Lekin yigitlar. adashdingmi? Yigitlar, Xato tinchlaninglar va qildingmi? navbatdan savolga javob Xato beringlar. qildingmi? To'g'risi men bunday demadim deb o'ylayman, lekin agar rostdan ham shunday degan bo'lsam, xato gapirdim. Bu 1990-yildan ertaroq bo'lgan. Ha xo'sh, nima bo'pti? Xato Bu qildingmi? reaksiya video bo'lgan. Kimga Xato nima farqi qildingmi? bor? Ha, yaxshi. Demak, reaksiya videolar fakt jihatidan to'g'ri Buni 3 bo'lishi shart soatlik emas. video Yaxshi, reaksiyamda xursandman. aytganman. Ey inson, qara muammo nimada? Sen mana shunday yillar va asrlarga osilib olib, mayda narsadan katta muammo yasab muttahamlik qilyapsan. Sababi fan haqida gapira olmaysan. Menga genlar ifodasi haqida gapir, genlar haqida gapir, fan haqida xohlagan mavzuingni och, lekin qo'lingdan kelmayapti. Shuning uchun har 5 soniyada mavzudan chetlashyapsan. Yo'q, men faqat sababiyat haqida gapirdim. Kel, shu bahs boshiga qaytamiz. Ko'r soatsoz g'oyasi. Bu g'oyani bilasanmi? Tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlov biologik xilma-xillikka olib keladi. Bilsang kerak, a? Ha, agar bunga umumiy tushuncha sifatida qarasak, ha? Ha, yaxshi. Denis Nobel argumenti shuki, soatsoz ko'r emas, bir ko'zli. Tushundingmi? Voy, o'ta majoziy. Yo'q, majoziy emas. U aytmoqchiki, fiziologiya evolyutsiyani boshqaradi. Mana shu Qanday? uning iddaosi. Qanday? Mexanizmni lo'nda, aniq va lo'nda qilib tushuntir. Ajoyib. Men unda yana bir bor bahs boshiga qaytaman. Chunki senda rostdan ham tushunishda muammolar borga o'xshaydi. Yo'q, ayb menda emas. Sen o'zing shunchaki buni tushunmaganing sababli slaydlarga muhtojsan. Yo'q. Aytmoqchi bu slaydlar bo'limimi yoki ochiq suhbat? Chunki senga dars berishim kerak. Shuning uchun slaydlarni ko'rsatishim kerak. Ha, albatta. Sen menga fandan dars Sobor berasan. bu ochiq suhbat bo'limi bo'lganligi uchun menimcha bu joyda slayd ko'rsatish noo'rin bo'ladi. Yo'q. Prezentatsiya emas. Shunchaki ba'zi bir oddiy narsalarni ko'rsatishim kerak. Xo'sh, Konrad Waddington ishini genetik assimilyatsiya nimaligini bilasanmi? Nima debdi? Qani tushuntirchi ukam? Aha, demak, yaxshilab eshit. James, agar men chetlashib ketsam to'xtatishing mumkin. Men John deb genetik assimilyatsiyani va Konrad Waddington ishini tushuntirib berardim. Lekin men buni qilmayman, chunki Farinaga tekinga dars berish niyatim yo'q. Shuning uchun men faol da'vo keltiraman. Farina aslida Konrad Waddington kimligini, nima deganini va nima uchun Denis Nobel uning ishiga tayanganini bilmaydi. Xo'sh, sen bizga shuni tushuntirib ber va agar eplay olmasang, keyin buni men qilaman. Ha, xo'p.
Xo'sh, epigenetika genomga bo'lgan kichik ta'sirlar, DNK metilyatsiyasi va hokazolar vaqt o'tishi bilan genlar ifodasida o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu ta'sirlar kichik bo'lsa-da, lekin 2-3 avloddan keyin aniq sodir bo'lishini ko'rsatuvchi kuchli dalillar bor. Bu o'zgarishlar asosan gistonlarda kuzatilgan va agar gistonlar genlarga aloqador bo'lsa, u ifodalanmaydi. Agar aloqasi bo'lmasa, gen ifodalanadi. Ya'ni muhit ta'sirlari aslida genlar transkripsiyasi bo'lishi yoki bo'lmasligiga ta'siri bor. Va qizig'i shundaki, biz 20-30 yil davomida shuni aniqladikki, bu kichik o'zgarishlar irsiy bo'lishi mumkin. Lekin ko'p emas, 2 yoki 3 ta avlodga yetib borishi mumkin. Bo'ldi. Bu o'zgarishlar xuddi tasodifiy mutatsiyalar kabi sezilarli va muhim ekanligiga bir dona ham dalil yo'q. Shu haqda gaplashmoqchimisan? Sen genetik assimilyatsiyani tushuntirmading. Xo'p, bu ataman bilan aynan nimani nazarda tutishingni tushuntirib ber. Yo'q, qarada, sen avlodlararo epigenetik irsiy o'zgarishlar slaydini ochib, mendan bu nima ekanligini so'rading. Men senga to'laqon aytib berganimdan keyin sen endi genetik assimilyatsiya haqida so'rayapsan. Yibanmisan? Mendan nima xohlayapsan o'zi? Men sendan genetik assimilyatsiya haqida so'radim. Xo'p, nima ekan o'sha assimilyatsiya? Tushuntirib ber. Yo'q. Sen saviyasiz ekanligingni tan olmaguningcha senga tekinga dars bermayman. Hoziroqda men senga epigenetikadan dars berdim, indamasdan eshitding-ku, buncha jirillaysan. Yo'q, sen men so'ramagan savolga javob berding. Men sendan genetik assimilyatsiya haqida so'radim. Genetik assimilyatsiya epigenetikaga bog'langan. Ular bir narsa emas. Ha, xo'p, tushuntirib ber deyapman-ku. Yo'q, men seni ushladim va endi seni fosh qilishim shart. Menga javob ber. Genetik Sen assimilyatsiya endroda nima? genlar ifodasi bu epigenetika deding. Shu bilan qanchalik molligini ko'rsatding. Endi o'zingcha menga jirillayapsan-da. Valdiramasdan menga aniq fan tilida tushuntirib ber. Nima demoqchisan? Tinchlan, bo'ldi, vahima qilma. Yo'q, mutahamlik qilma. Nima keragi bor? Kel, fan haqida Bo'ldi, gaplashamiz. vahima qilma. Kel, menga genetik assimilyatsiya nimaligini tushuntirib ber. Nima qilyapsan? Nima bu? Agar ilm-fan haqida gapirmoqchi bo'lsang, gapir. Maqsadingga o't. Sobor maqsadga o'ting, sababi menimcha siz ochgan bu mavzu hech narsaga olib kelmayapti. Xo'sh, men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, men Farinaga yana bir bor imkoniyat beraman. Konrad Waddingtonning genetik assimilyatsiyasi borasidagi ishi Dennis Noblening argumenti uchun nihoyatda muhim asos hisoblanadi. Noble Oxford professori. Bu juda nufuzli unvon. Bu unvonga Farina hech qachon erisha olmaydi. Balki aynan shu sababli Farina unga hujum qilyapti. U evolyutsion biolog emas-da. U evolyutsion biolog. Yo'q, Dunyodagi Google eng turibdi, mashhur Google'dan ko'rsang evolyutsion bo'ladi. biologlardan biri. Shunchalik oddiy narsani ham bilmaysan, ha, Bilasanmi, sen zamonaviy sintez 1920-yildan keyingi 70 yil ichida shakllangan deding. Demak, 1990-yil bo'ladi. Konrad Waddington uning Genlar strategiyasi kitobi 1957-yilda nashr etilgan va u meva pashshalari ustida ishlagan, xo'pmi? Va u qilgan ish bu, u ushbu pashshalarga turli xil narsalar qo'ydi. Issiqlik, elektr va boshqa balo-battarlar. Bundan maqsad mana shu ta'sirlar epigenetik javoblar keltirib chiqara oladimi? Va ushbu o'zgarishlar nasldan naslga o'tishi mumkinmi? Shuni ko'rish bo'lgan. Va u ushbu tadqiqotdan shuni bildiki, 14 avloddan keyin genetik assimilyatsiya bo'ldi. Shundan so'ng bu masala bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Va bu shuni ko'rsatdiki, sen Dennis Noble'ga nimaga asoslanishini, nima uchun argument keltirishini bilmasdan shunchaki unga hujum qilyapsan. Yo'q, men bilaman. Templeton jamg'armasi unga bu ishi uchun pul to'laydi. Shuning uchun. Yaxshi, qara. Sen hali ham biron narsani tushuntirganing yo'q. Epigenetik javob nima? Genetik assimilyatsiya nima? Nimalar deyapsan? Sen faqat u Yaxshi, shunday dedi, yaxshi. bu unday dedi deb ulardan Yaxshi, ko'chirgan yaxshi. atamalaringni Sobor, o'rtaga maqsadga tashlayapsan, o'ting. xolos. Yaxshi. Genetik assimilyatsiya degani bu epigenetik belgilar 14 avloddan keyin nasldan naslga o'tish xususiyatiga ega bo'ladi. Buni Konrad Waddington meva pashshalarida o'tkazgan ishi bilan ko'rsatdi. Xo'sh, qanday qilib bu Darwinga zid? Ana bo'ldi, ana ko'rdinglarmi? Sen genetik assimilyatsiya nimaligini bilmaysan-u, yana og'zingni ko'pirtirib Dennis Noble'ni masxaraboz deysan. Ha, chunki u masxaraboz.
Muammo nimada? Tadqiqotni keltirding, lekin aloqani-chi? uni masxaraboz ekanligini isbotlash uchun birorta dalil keltir. Senga yana qancha aytishim kerak? Shuncha tushuntirdim-ku. Qanday qilib epigenetika Darwin evolyutsiyasiga raddiya bo'lishi mumkin? Yo'q, epigenetika evolyutsiyaga raddiya emas, u zamonaviy sintezning bir qismi. Bu haqda biz bilamiz. Sen xuddiki bu qandaydir olamshumol kashfiyot va Darwin evolyutsiyasini og'daradi deyapsan. Yo'q, bunday emas. Sen yana bir bor mening argumentimni qasddan zaiflashtirding. Qanaqa argument? Sen faqat Denis dadam, u Denis dadam, bu deyishdan boshqa narsa demading-ku. To'xtab tur. Kel senga bir narsani ko'rsataman. Sabor, bizga slaydlaring kerak emas. Bu Senga ochiq shunchaki suhbat. Bir dona slaydni Yo'q, ko'rsatmoqchiman. yo'q. Bir dona xolos. Bechora, ha mayli. O'zingni fikring yo'q ekan, och slaydingni. Yo'q. Ko'rinyaptimi? Slaydlarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu sen men nima demoqchiligimni tushunmaganingni anglatadi. Kel senga hozir men aniq nima deganimni ko'rsatuvchi slaydni ko'rsataman. Mana shu ochish nutqimdagi slayd. Genetik assimilyatsiyaga olib boruvchi epigenetika va uning sababchilaridan biri bu tashqi pufaklar. Genetik assimilyatsiya Denis Nobel argumentining oxirgi nuqtasi bo'lib, u fiziologiya evolyutsiyani boshqarishini ko'rsatadi. Mana shu uning argumenti. Va aslida u fiziologiya evolyutsiyani boshqarishi va evolyutsiya fiziologiyasi haqida ilmiy maqola yozgan. Bilmadim nimaga uni evolyutsion biologiya emas deyapsan. Kim? Denis Nobelmi? Hoy, inson u evolyutsion biolog emas. Nimasi tushunarsiz? Tushunarli. Menimcha sen shunchaki da'vo bilan raddiyani farqiga bormayapsan. Sen shunchaki da'vo qilyapsan, lekin uni asoslash uchun bir dona ham dalil keltirmayapsan. Chunki u biolog emas. Hoy, inson chunki u biolog emas. Emas degan narsaga dalil kerakmi? Kimnidir astronavt emasligini isbotlash uchun dalil ko'rsatish kerakmi? Nimalar deyapsan? Kel bo'lmasam bu mavzuga boshqatdan, umuman boshqachasiga kirishamiz. Xo'p? Ha, xo'p. Sen biologiyalar farqini reduktiv biologiya, integrativ biologiya yoki yaxlit biologiyani farqini bilasanmi? Yo'q, sen keltirgan bu atamalarni eshitmaganman. Tushuntirib ber. Xo'p, reduktiv biologiya bu hamma narsani genetik darajasiga parchalab, keyin pog'ona yuqoriga ko'tarilish g'oyasi. Tushunarli, a? Mana shu standart genetik g'oya. Denis Nobel, Ray Nobel, James Shapiro, Scott Turner bularning barchasi 3-yo'l vakillari. Ular yaxlit biologiya g'oyasi tarafdorlari. Ularning fikricha, narsalarni shunchaki genlar darajasi qadar borishni keragi yo'q. Bularni barchasiga yaxlit sifatida qarasa, sababiyat muhim emas bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Bu g'oya bo'yicha genlarning roli muhim darajada emas. Xo'sh, Sidney Brenner Imtiyoz darajasi deganing nimasi? Ma'ruza qilma, qisqa gapir. Yo'q, men senga dars beryapman. Yo'q, darsing kerak emas. Yo'q. Men tushuntirishim kerak, chunki seni biliming yetishmayapti. Gapiraman desam gap ko'p. Sen genetik assimilyatsiyani Darwinga raddiya deyapsan, lekin bu aynan Darwin g'oyasiga to'g'ri kelishini tushunmayapsan. Muhit ta'sir orqali tana o'zgaryapti, tabiat uni tanlayapti. Bo'ldi, shu evolyutsiya. Men senga dars berishda va seni chorvalashtirishda davom etaman. Xavotir olma. Ha bo'ptida, mavzudan qochaver. Genetik assimilyatsiya bu Darwin evolyutsiyasi. Bo'ldi. Sidney Brennerning ta'kidlashicha, abstraksiya darajasi genomda emas, hujayrada bo'lishi kerak. Richard Dawkinsning xudbin gen g'oyasiga ko'ra, barcha narsani o'zini o'zi nusxalovchi gen darajasiga tushirsa bo'ladi. Denis Nobel va boshqalarning fikricha, bu qarash biologiyani noto'g'ri tushuntiradi. Shuning uchun reduktiv biologiyadan ontologiyaga bo'lgan holizm yoki integrativlikni o'z ichiga olgan ontologik ko'chish bor. Mana shu ularning ishi. Ha, to'g'ri, va mana shu epigenetika, dastlabki konstruksiya va boshqa barcha mexanizmlar zamonaviy sintezga kiradi. Shuning uchun nimaga sen bu evolyutsiyaga raddiya beradi deyishingni tushunmayapman. Men hech qachon unday deganim yo'q. Men qachon bular zamonaviy evolyutsiyaga zid dedim. Bu bahs unda o'zi nima haqda? Maqsading nima? Mana qara, men shunday noyob atamalarni bilaman demoqchimisan yoki mana shu narsa evolyutsiyani yolg'onligini isbotlaydi demoqchimisan? Kel yana bir bor tushuntiray, balki James yordam berar. Biz hozir neodarvinizm, genlar bizdagi aql va tanani yaratishi haqida bahslashyapmiz. Men mana shu g'oyaga raddiya keltiryapman, tushundingmi? Bu g'oyada muammo yo'q. Fiziologiya evolyutsiyani boshqarishi uchun DNK o'zgarishi kerak. Nima deding? Yana bir bor qaytargin.
Fiziologiya evolyutsiyani boshqarishi uchun DNK o'zgarishi kerak. Embrion rivojlanishda genlar asosiy rolni o'ynaydi. Sen qandaydir aql va tana deyapsan, men buni organizm deb atayapman. Yaxshi. Somatik gipermutatsiya haqida eshitganmisan? Nima ekan? Yo'q, sen menga birinchi ayt. Eshitganmisan, yo'qmi? Ha, eshitganman, lekin aniq nimaligi esimda yo'q. Tushuntirib bera olasanmi? Yoki men yana senga tekinga dars berishim kerakmi? Ukam, sen o'zi genetika bilan epigenetika farqiga bormaydigan go'daksan. Meni o'zingcha Sobir, so'roqqa maqsadga tutma. o'ting. Men seni so'roqqa tutsam chidolmaysan. Misol uchun gen ifodasining mexanikasini keltirib ber, qo'lingdan keladimi? Men sendan somatik gipermutatsiya haqida so'radim. Tushuntirib beraymi? Albatta, agar mavzuga aloqador bo'lsa, olg'a. Aloqasi bor. Aloqasi shundaki, immunitet tizimidagi B hujayralar antigen bo'lganda, ma'lum bir joylarda genom aslida mutatsiyadan, gipermutatsiyadan o'tadi va o'sha joylar antikorlarga kodlanadi va keyin ushbu DNK qismlari organizm orqali antigenlarga qarshi kurash uchun tanlanadi. Ya'ni Denis Nobelning fikricha, somatik gipermutatsiyalar genomni o'zgartiradi. Demak, gap mutatsiya va seleksiya haqida, to'g'rimi? Yo'q, sen umuman tushunmaganga o'xshayapsan. Sen hozir odam mutatsiya va seleksiyani tushuntirding-ku. Yo'q, biz hozir somatik gipermutatsiya haqida gaplashyapmiz. Bu sen o'ylagan hammaga ma'lum tasodifiy mutatsiyalar va seleksiya degan darvinizmdan farq qiladi. Bu haqda gaplashishimiz mumkin, lekin Darwin DNK haqida bilmagan. Xo'p, sen fiziologiya evolyutsiyani boshqara oladi degan da'voga qarshimisan? Yo'q. Ha, yaxshi, zo'r. Bu degani, demak, sen neodarvinizmga qarshisan. Chunki neodarvinizmga ko'ra fiziologiya evolyutsiyani boshqarmaydi. Ha, neodarvinizm bu bugungi faol paradigma emas. Va mana endi yetib keldik. Bu juda zo'r video bo'ladi. Ha, bir tiyinga qimmat video bo'ladi. Sen o'zingcha menga 100 yil oldin eskirgan paradigmani yuklab himoya qilishimni so'rayapsan. To'xta. Sen neodarvinizmni himoya qilmoqchisan-u, lekin fiziologiya evolyutsiyani boshqaradi deb. Yana bir bor qaytaraman, Sabor. Bugungi bahs mavzusi Darwin evolyutsiyasi faktmi? Bu mavzuni o'zing tanlading. Nimaga endi yig'layapsan, tushunmayapman. Mening evolyutsiya ta'rifim nima? Sening ta'rifing tasodifiy mutatsiya va tabiiy tanlov. Lekin bu noto'g'ri ta'rif. Ya'ni sen darvinizm ta'rifini ham bilmaysan. Men hech qachon unday demaganman. Men bugungi bahs Darwin evolyutsiyasini genlar aql va tanani yaratadi deb ta'rifladim. Lekin Darwin Yana genlar ma'noni nimaligini buzish bilmagan. mantiqiy Nimalar xatosiga deyapsan? yo'l qo'yding. Sen yana ma'noni buzish mantiqiy xatosiga yo'l qo'yding. To'xtab tur, nima balo, sen Qur'oniymisan? Ha desa falsafa tiqasan. Aslida sen 4 ta mantiqiy xatolarga yo'l qo'yding. 3 ta rasmiy va bitta norasmiy. Sen yana ma'noni buzish mantiqiy xatosiga yo'l qo'yding. Qayerda ma'no buzdim? Sababiyatsizlik xatosi, gapni aylantirish xatosi va genetik xato. Yigitlar, menimcha bu munozara hech narsaga olib kelmayapti. James, balki men Avstraliyaga kelib, bu bolani o'rniga sen bilan bahs qilishim kerakdir. Yigitlar, kelinglar aniq bir mavzuga qaytaylik. Sobor, bundan avval Dave sizdan sening fikringcha epigenetika Darwin evolyutsiyasiga raddiyam deb so'ragandi. Javobingiz nima? Yo'q. Men Ya'ni bunday bu raddiya deganim emas, yo'q. shundaymi? Men bunday deganim yo'q. Bu yana meni qasddan zaiflashtirish. Nimaga unda bularni Darwin evolyutsiyasiga raddiya sifatida namoyish qilyapsan? Kel, yana bir bor tushuntiraman. Yana bir bor senga dars beraman. Neodarvinizm degani genlar bizda aql va tanani yarata oladi. Fiziologiya evolyutsiyani boshqara olmaydi. Epigenetika genetik assimilyatsiya ortidan boradi. Men hozir Richard Dawkins va Denis Nobel suhbatidan bitta misol keltiraman. Xohlagan odam tekshirishi mumkin. Ular bir argument borasida bahslashadi. Baldwin effekti yoki uni yana genetik assimilyatsiya deb atashadi. Ular xullas meva pashshalari haqida suhbatlashadi. O'sha 1950-yildagi tadqiqot. Undan keyin yana ko'proq tadqiqotlar bo'ladi. 14 avloddan keyin u rostdan ham genomga assimilyatsiya qiladi va aslida Skinner eksperimentlar olib bordi. Va biz o'zi epigenetika va genetika nimaligini va assimilyatsiya nimaligini ko'rsata olmasligimizni namoyish etdi. Mana shunday chalkash narsa bu. Ularning barchasi neodarvinizmni shubha ostiga qo'yadi. Men hech qachon epigenetika neodarvinizmni shubha ostiga qo'yadi demaganman. Genetik assimilyatsiya neodarvinizmni shubha ostiga qo'yadi. Bundan avval gen ifodasi bu epigenetika degan eding-ku. Yo'q, agar men shunday degan bo'lsam, men nohaqman. Okey. Men aytmoqchi bo'lganim shuki, ular bog'liq. Men xatolarimni tan olishga tayyorman. Sen xatolaringni tan olishga tayyor emassan.
Sen zamonaviy darvinizm, zamonaviy sintez 1990-yilda shakllangan deding. Neodarvinizm esa 1920-yilda. Sen bu atamalarni bitta ma'noda ishlatyapsan. Sen 3-yo'lni qasddan zaifroq qilib ko'rsatishdan boshqa Okey, menga yo'l tushuntirchi, yo'q. qanday qilib Yana bir bor genetikasi qaytaraman. Genetik Sobor, assimilyatsiya Dave'ga javob berish neodarvinizmni imkoniyatini bering. shubha ostiga qo'ymoqda. Okey, menga tushuntirchi, qanday qilib genetik assimilyatsiya darvinizmga qarshi raddiya bo'ladi. Xo'p, yana bir bor qaytaraman. Genetik assimilyatsiya neodarvinizmni shubha ostiga qo'ymoqda va u neodarvinizmni shubha ostiga qo'yishiga sabab bu bir taraflama sabab-oqibat qonuni. Xo'sh, endi darvinizmga, sening darvinizmingga keladigan bo'lsak, bu shunchaki haqiqat. Bu xuddi gul bu gul degandek gap. Sening bu darvinizming hech kimga qiziq emas. Yo'q, men hech narsaga ta'rif berganim yo'q. Men bor narsani keltirdim. Sening bugungi bahsdagi darvinizm ta'rifing nima? Irsiy o'zgarishlar tabiiy tanlovdan o'tishi. Mana shu. Ochish nutqimda ham shuni aytdim. Mana shu Darwin evolyutsiyasi. Buni hamma biladi. Bu hech kimga yangilik emas. Bunga Erasmus Darwin ishongan, Mark ishongan. Yo'q, Yuzlab odamlar qo'ysangchi, bunga ishongan. yana gapni Yo'q aylantiryapsan. aslida. Yo'q, u yangi turlarga ishongan. Yo'q aslida Lamark umumiy ajdodga ishongan. Va sen yana meni gapimni o'girding. Yo'q, qo'ysangchi. Yo'q, u ko'plab Universal boshlanishlarga umumiy ishongan. ajdodga Lekin emas. u umumiy ajdod borligiga ishongan. Ha shu, cheklangan ajdodlarga. Universal umumiy ajdodga emas. Men universal umumiy ajdod dedimmi? Yomonam mayda gap ekansan. Kel, boshda og'ritmasdan shunchaki darvinizmga raddiyangni keltir. Men umumiy ajdod dedim. Xo'p. Kel bo'lmasa misol sifatida Michael Behe haqida bir gap aytaman. Michael Behe umumiy ajdod nazariyasini qabul qiladi, lekin u neodarvinizmni qabul qilmaydi. Bu shuni anglatadiki, neodarvinizmni qabul qilganda umumiy ajdodni qabul qilish majburiy shart emas va sen shunga javob bermading. Behi dindorlarning propagandasini ommalashtirish uchun yo'llangan odam. Uni gapi bir tiyin. Nimaga uning gapini gap deyishim kerak? Genetik mantiqiy xato. Yana mantiqiy xato. Men Big Bangni o'rganish uchun Spider-Man kitobini o'qishim mumkin, lekin bu degani Big Bang yolg'on degani emas. Mana shu genetik mantiqiy xato. Men Michael Behini sharmanda qiluvchi bir nechta videolar qilganman. Endi shu mavzuga sakrayapsanmi? Shu haqda gaplashmoqchimisan? Ha, va sen uni gapini o'girgan joyingda ushlanding. Hech kimni gapini o'girganim yo'q. Men nimalar deyapsan? Yigitlar, maqsadga o'tinglar. Va keyin nima qilding? Lo'lilik qilib uning yuziga tahdid qila boshlading. Nimalar deyapsan? Lo'lilarning nima aloqasi bor? Sobor, iltimos, bunday haqoratnoma so'zlarni ishlatmang. Sen keltirgan olimlaringning barchasi dindorlarning puliga yashovchi masxarabozlarda. Nima qilishim kerak? Yigitlar, bo'ldi, tinchlaninglar. Dev, sizdan Soborning fikriga javob berishingizni istayman. Sobor umumiy ajdod, tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlovni tan olishini aytib o'tdi. O'zing eshitding-ku, to'liq tan olgisi kelmayapti. Gapimni tugatsam maydimi? Rahmat. Tushunishimcha, Sobor aytmoqchiki, bu mexanizmlar aql va tanani yaratish uchun yetarli emas. Va shu bilan u boshqa fiziologik mexanizmlarni taklif qilmoqda. Soborning shu fikriga javobingiz nima? Bu haqda aytdim-ku, dastlab Darwin avlodlaridagi o'zgarishlar tabiiy tanlovdan o'tishini aniqladi. Keyin biz genetikani kashf qildik va Darwin nazariyasiga qo'shimcha qilib uni zamonaviy sintez deb atadik va barcha yangi kashfiyotlarni ushbu tizimga qo'shishda davom etdik. Mexanizmlar juda ko'p. Bahs mavzusi esa Darwin evolyutsiyasi faktmi? Biz bilamizki, Darwin mexanizmi fakt, lekin Sabor ravon qilib ha deb tan olgisi kelmayapti. Ko'plab mexanizmlar bor, lekin ular dastlabki mexanizmlarni chetga surmaydi. Organizm hali ham zigotadan va genlar ifodasi orqali shakllanadi. Bu yerda hech qanday ziddiyatlar yo'q. Lekin mana bu bir narsalarni o'ylab topib qandaydir aql va tana haqida gapiryapti va xuddiki bular evolyutsiyadagi paradigmalar qulashiga olib keladi deyapti. Shu bilan keyin zimdan o'zining diniy tushunchalarini tiqishtirmoqchi. Denis Nobel aynan shu ishni qilish uchun moliyalashtirilgan. Tarixdan bir misol keltirsam maylimi? Umumiy ajdod g'oyasi, universal umumiy ajdod g'oyasi aslida 100 yil, 1000 yil oldin ma'lum bo'lgan. Darwin evolyutsiyasi tasodifiy mutatsiyalar tabiiy tanlovdan o'tib aql va tana yaratishiga ishonishning hayot kelib chiqishi tarixiga zarracha aloqasi yo'q. Sen hayot o'tiga ishonishing mumkin, hayot to'riga ishonishing mumkin, hayot daraxtiga ishonishing mumkin. Bularning barchasi muhim emas. Shu sababli biz ko'plab dalillar qidiramiz. Umumiy ajdodlar mavjudligi Darwin evolyutsiyasini haqiqat deyish uchun yetarli dalil emas. Mana shu xato sababli. Shu sababli biz ko'plab dalillar qidiramiz.
Yo'q, sen meni tushunmayapsan. Balki men Jamesdan so'rashim kerakdir. U yaxshiroq tushunadi. Chunki u bilan oldin bahslashganmiz, to'g'rimi James? Umumiy ajdodga ishongan holda darvinizmni rad qilish mumkin, to'g'rimi James? Menimcha, bu savolga Davening o'zi javob berishi kerak. Ha, buni qilsa bo'ladi. Ha? Ha, albatta ma'lum bir mexanizmlarni rad etib, baribir umumiy ajdod g'oyasini tan olsang bo'ladi. Qilsang muammo yo'q, lekin bu bema'nilik-ku. Yana bir bor so'rayman. 2 daqiqa. Savollaringga javob berdim, o'xshatma. Yana bir bor so'rayman. Evolyutsiya tarixi va evolyutsiya mexanizmi bitta narsa emas. Hayot daraxti bu evolyutsiya tarixi. Mexanizm bu tasodifiy mutatsiyalar va tabiiy tanlov, aql va tana yaratishi. Bu ikkalasi har xil tushuncha ekanligiga qo'shilasanmi? Ha, agar biz bitta organizm rivojlanishi va umumiy hayot tarixi sifatida qarasak, bu ikkalasi har xil tushunchalar. Mana bunisi, mana shunga ishonish uchun yetarli asosmi? Menimcha yo'q, bilmadim. Rahmat, tamom, bahs tugadi. Tamom. Nimaga rahmat? Nima deyapsan? Aynan shuni tushuntirmoqchi edim, lekin sen tushunmading. Nima uchun sen Darwin evolyutsiyasi uchun umumiy ajdodni dalil qilib keltiryapsan? Qachon bunday Men qildim? seni umumiy ajdod Nimalar bo'yicha deyapsan? alohida debatga taklif qildim. Men seni umumiy ajdod bo'yicha Darwin alohida evolyutsiyasi debatga sodir taklif bo'lishini qildim. isbotlash uchun, Darwin evolyutsiyasi sodir bo'lishini isbotlash uchun bakteriyalar mutatsiyasini keltirdim. Sobor, Uyingni o'chir. Dave'ga so'z bering. Ajdod bo'yicha Basharangni alohida otishimga yo'l debatga qo'ymayapsan. taklif qildim. Eshit. Unini o'chirganing uchun rahmat. Men Darwin evolyutsiyasiga dalil sifatida bakteriyalar tabiiy tanlov orqali antibiotiklarga bardosh beruvchi bo'lib qolishini keltirdim. Buni kuzatsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu Darwin evolyutsiyasiga dalil. Men umumiy ajdodni keltirganim yo'q. Mana shu mexanizmlarni o'rganib, keyin orqaga qaytib, paleontologiya, fosil qoldiqlari, biologik antropologiya va boshqa ko'plab fanlar orqali mana shu mexanizmlarning barchasi umumiy ajdodga ishora qilishini keltirdim. Sen aytgandek, ilm-fanda hech kim bitta dalilni ko'rib, demak bo'ldi, umumiy ajdodimiz bor ekan demaydi. Bizda bularni sinchiklovlik bilan o'rganuvchi ko'plab alohida fan sohalari bor. Aynan shu sababli bugungi mavzu Darwin evolyutsiyasi haqida. Qani muammo? Soborning qisqa javobidan so'ng xulosaga o'tamiz. James, men uni universal umumiy ajdod bo'yicha alohida bahsga chorlagan edim. Chunki uni shunday gap aylantirishini bilgandim. Darwin evolyutsiyasi, men bu atamaga alohida ta'rif keltirdim. Lekin bahsdagi muhit seleksiyasi uni cho'mbirini kesdi, chorvalashtirdi va uni tanlamadi. Shuning uchun u hech narsani tushunmayapti. Chatga qara Sabor, hamma ustingdan kulyapti. Shuning uchun u hech narsani tushunmayapti. Sen o'zing bugungi bahs sarlavhasini tanlading, lekin o'zingni ochish nutqingda bahsga umuman aloqasi bo'lmagan narsalarni gapirding. Keyin mening ochish nutqim bahs sarlavhasi haqida bo'lganligidan seni ko'ting yonib ketdi. Qanchalik farosatsizsan ey. Tomoshabinlarning barchasi hozir ustingdan kulyapti. Buni aloqasi yo'q, chunki men neodarvinizm deganda Denis Nobelning ta'rifiga asoslanganman. Endi neodarvinizmmi? Neodarvinizm bilan darvinizm bitta narsami? Yo'q. Yo'q. Uzr yigitlar. Xullas, shu bilan 30 daqiqalik ochiq suhbat o'z yakuniga yetdi. Endi har bir tarafga xulosa uchun 2 daqiqadan beriladi. Sobor, sizga 2 daqiqa vaqt. Marhamat. Xo'sh, bugungi bahs neodarvinizm haqida, zamonaviy sintez haqida. Bugungi bahsda shuni ko'rdikki, Farina neodarvinizm 1920-yilda shakllangan dedi. Bu xato. Zamonaviy sintez esa 70 yildan so'ng 1990-yilda dedi. Bu xato. Bu atamalarni bir xil ma'noda ishlatish mumkin emas dedi. Mumkin. U Denis Nobelni qip-qizil masxaraboz deb atadi. U Denis Nobelning 4 ustunlik argumentini o'zi tushunmadi. U bitta mavzuda Aristotelning 4 sababiyat turlari masalasida tura olmadi. Va aslida hattoki oddiy ko'r soatsoz va bir ko'zli soatsozni farqiga bora olmadi. Va nima uchun Denis Nobelning bir ko'zli soatsozi to'g'ridan-to'g'ri ko'r soatsoz g'oyasini shubha ostiga qo'yishini ham tushunmadi. Va bugun uning cho'mbiri kesildi. U xonakilashtirildi va tanlovdan o'tmadi. Qo'rqoqligi aniqlandi va farosatsizligi aniqlandi. Va aslida men uni universal umumiy ajdod mavzusida bahsga chorlayman. Ko'ramiz u nimaga qodir. Lekin ishonchim komilki, u bu taklifni qabul qilmaydi va qochadi. Keyin men unga xuddi shunday Bruneydan turib ma'ruza o'qib bu qo'rqoqni sharmanda qilishimga to'g'ri keladi.
Rahmat. Endi navbat Deyvga. Marhamat. Qanchalik kulgili, Buni og'zidan chiqqan birinchi gapi bugungi bahs neodarvinizm va zamonaviy sintez haqida. Kallangga qo'tag'im, nimaga unda bugungi sarlavhani tanlading? Dalbayob. Nimaga unda sen bahs mavzusini men dadajonim Nobel haqida gapirmoqchiman? Nimaga qahramonim Denis Nobel va boshqa olimlar evolyutsiyaga qarshi mana shunday mo'jizaviy raddiyalar keltirib, butun boshli evolyutsiyani yolg'onga chiqardi deb atamading? Shu haqda gaplashmoqchi ekansan, nimaga unda aynan shu sarlavhani tanlamading? Chunki sen men Denis Nobel mavzusi bo'yicha tayyorlanib, u haqda yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishimni xohlamagansan. Sen yana o'zingni qahramon qilib, men bahsni tashkillashtirdim deyapsan. Sen bahsni tashkillashtirganing yo'q. Men sen aytgan odamlar va universitet xodimlarining barchasi bilan bahs borasida aloqaga chiqdim. Birortasi bahs haqida ma'lumotga ega bo'lmagan. Sen bahs emas, musulmon jamoasi uchun ma'ruzani tashkillashtirgansan. Umumiy xulosa shuki, bugungi bahs shunchaki kulgili tomosha bo'ldi. Sabor Darwin evolyutsiyasi sodir bo'lishini tan oldi-yu, lekin uni fakt deb tan olishga qurbi yetmadi. Bugungi bahsda Sabor qilgan ish bu faqat mana shu odam shunday dedi, mana bu kitobda shunday yozilgan deb forticha qidirish bo'ldi. Chunki uning o'zida bu haqda gapirgani bilimi yo'q. U hatto o'zining dadajonisi Denis Nobelning argumentlari qanday qilib evolyutsiyaga raddiya bo'lishini tushuntirib bera olmadi. Uni qo'ying, u hatto Denis Nobel kasbi nimaligini bilmaydi. Denis Nobel evolyutsion biolog emas, u fiziolog va u Templeton jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladi. Va shunday ekan, menimcha men Denis Nobel kimligini fosh qilish uchun alohida bitta to'liq video qilishim kerak. Shunaqa gaplar. Rahmat. Shu bilan bugungi bahs o'z yakuniga yetdi. Ikkala tarafga, Sobor va Deyvga ushbu ajoyib bahs uchun rahmat va umid qilamanki, ushbu bahs orqali tomoshabinlar o'zi uchun kerakli xulosalarga keldi.